2021-yilda men o'zimni yo'qotib qo'yganman. Yoqmayapti qilayotgan ishim, tushunmayapman nima qilayotganimni, mazza qilmayman qilayotgan ishimni. Sen bunaqa odam bo'lib ketasan deb o'ylayman. Ko'rinishda вообще o'xshamas deyman. Targetologimiz uxlab qolgani hisobiga taxminan 700 ta sifatsizlik kelib qolganda. Zo'r tizim qurib, zo'r sotuv qilsa ham marketing ishlarimiz foydasi yo'q. Qiladigan ishimiz birinchisi, biz hech qachon proyektlarga insonni rozi qilish uchun kirmaymiz. Auditda bizlar shu oruv chiqdi. Mijoz kelyapti, sota olmayapti. Ya'ni olib kela olamiz, sota olmayapmiz. Nimaga sota olmayapti? Nima sotib olardi? Og'rig'i nima o'zi? Baryer nima? Boshida kelishib olish kerak. Shuni qilib bera olasanmi? Buni analiz qilib bera olasanmi deb. Menimcha Akbar o'ylayman, bu narsani juda ko'pchilik qilib bera olmaysan holatga narsani. Biznesni bilasan, o'rtacha 6 ta konversiya bo'ladi. Ko'p biznesga borsang 2 ta konversiya, sifatli konversiyasi, sotuv konversiyasi bo'ldi. Orada hamma konversiya qolib ketgan. Ha, vayronga qolib ketadi-da. O'sha holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Marketing ham zo'r, sotuv ham zo'r, hamma narsa zo'r qilindi, lekin sotuv bo'lmaydi. Yaxshi prodyuser komanda ishladi, sotuvda biz ishladik, lekin produkt tufta bo'lganligi uchun umuman sota olmadik. Boshida endi prodyuser gapiga ishonib yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylagan analiz qilganmiz-da. Keyin afsuslandim juda ham. Sen niyating zo'r qilib kiryapsan-ku, biznesga niyat faqat pul bo'ladi-da. Tushunasizmi? U o'zgarishga tayyor bo'lmaydi. U nima deydi? Bo'lsa, san olib keldim-ku deydi. Bu xuddi kelin tushirishga o'xshaydi. Boshida zo'r bo'ladi, bir oy, keyin haqiqiy yuzi ochilishni boshlaydi, qiluvlari chiqishni boshlaydi. Men har doim qarshiman, eng yaxshi sotuvchi boshqaruvchi bo'lishini. Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan marketing, sotuv, umuman media sohasidagi hamma mutaxassislar bugun xudo xolasa bitta zo'r loyihaga qo'l urdik va bu loyihamizda podkast yoki intervyu formati emas, qanaqadir savollar, sizlarga qiziq bo'lgan, bahsli, muzokarali har xil mavzularni tashlaymiz va shuni ekspert bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi mehmonimiz sotuv va tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis Abdulboriy Abduqodirov. Akbar, rahmat kattagan taklif uchun. Xudo xolasa o'ylayman, juda manfaatli loyiha boshladinglar. Sababi mana o'zimiz ham ko'p tadbirkor bilan gaplashamiz, soha egalari bilan gaplashamiz. Shu yerda ko'p savollar berishadi, biz faqat ularga javob beramiz. O'zim ham ko'p o'ylardim, shuni ommadan agar olib chiqib javob beradigan bo'lsak, menimcha ko'p odamlarga foydali bo'ladi deb. Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun Akbar bilan shu aynan sotuv va marketing ichidagi va biznesni tizimlashtirish, shuni atrofida bo'ladigan savollarga xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. O'ylayman, kuzatayotgan tadbirkorlarga, soha mutaxassislariga juda ham foydali suhbat bo'ladi. Xudo xolasa. Keyin Abdulboriy birinchi tanishuvdan boshlasak, chunki bu yerda mana auditoriyam bor, sana auditoriyam bor, bir-birimizni tanimaydigan auditoriya bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qisqacha o'zing haqingda, hozirgi loyihalaring, umuman tajribang haqida bir qisqacha ma'lumot bersang. Biz biznes tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz. Asosiy yo'nalishimiz shu, lekin undan tashqari outsource call center ham qilganmiz. Bilasan, Zapsku juda ham ommalashgan, ularga sotuv xizmatlarini ko'rsatamiz va bundan tashqari xuddi senga o'xshab bizda ham yopiq akademiya bor. U yerda soha egalari, tadbirkorlar va sotuv rahbarlarini o'qitamiz. U yerda taxminan 50 ta odamni o'qitdik. Bir yilda ikkita potok, outsource call centerda 43 dan oshiq zapus kunlik. Bir yilda bu juda ham katta natija deb o'ylayman va biznes tizimlashtirish endi bizlar u juda ham ustki. Ya'ni hammaning o'g'rimizda o'ta katta filtrimiz bor, produktimiz katta bo'lganligi uchun o'ta bir yilda taxminan 10 ga yaqin loyihalarga o'zimiz xizmatlarni ko'rsatdik. Asosan shu biznesni sotuv bo'limi atrofida tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz. Zo'r. Mana men san'at to'ring uchun bir qisqacha o'zim ta'riflab o'tib ketaman. Ismim Akbarjon Boturaliyev. Deyarli 10 yildan beri shu marketing sohasidaman. Hozirgi paytda Foyda marketing agentligi bor. O'sib ketayotgan agentliklardan bittasi. 25 ta loyiha, 35 ta xodimlar bilan, shu katta loyihalar bilan ishlab kelamiz. Shu Crafers bor loyihalarimiz ichida, Vero kompaniyasi, shunga o'xshagan shu O'zbekistondagi o'zini sferasidagi lider kompaniyalar bilan ishlab kelyapmiz. Ularga performance marketing, ijtimoiy tarmoq marketing, ya'ni SMM kabi xizmatlarni ko'rsatib kelyapmiz. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak, nimaga bular bir-birini sansiryapti? Bu hurmatsizlik emas, noto'g'ri tushunmanglar. Biz oldindan tanishmiz, shu bitta Turin litseyida birga o'qiganmiz. Hozir ham shuni eslatib o'tdik, 118-avtobusda birga Chorsugacha yetib olardik. O'shandan keyin tanish bo'lib ketdik. Lekin sevishganlar tanishardi avtobusda deyapti hozir. Yo, mana networking anaqasida kuchi deb men bilaman, customerman, chunki bilmaymiz-da. Masalan, men sen bunaqa odam bo'lib ketasan deb o'ylayman. Ko'rinishda вообще o'xshamas deyman. Kim bo'ladi, ya'ni o'qituvchilar odam bo'lmaysan deb o'ylayman. Maktabda shunaqa deyishadi. Menimcha, endi ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak. Masalan, Turin litseyi bilasan, ko'proq fizika, matematika, u yerda muhandislar, injenerlar chiqadi. Qanaqa qilib bu sohaga kirib qolding? Sohaga litsey to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q menga. Aloqasi nima desa, muhit. Shu eng zo'r bo'lgan narsa nima? Odamni yaxshi maktabda o'qitganlar, yaxshi litseyga o'qitganlar, shu katta sabab bo'lgan deb o'ylayman. Chunki 2016-yilgacha IELTS maniga bilmaganman deyman. Shu ikkinchi kursga esimda bitta kursdoshim IELTSdan 5,5 oldim. Nima va IELTS oldim? Nimaga kerak? Sen institutga kirishga kerak edi. Shundan keyin qiziq yo'naldi bolalarga tayinlash bilan Singapurga kirganman, MDSga. Yana shu yerdan keyin boshlanib ketgan. Lekin o'sha o'zimdagi bilim taraflama, shaxsiyatlarim o'zgarish Turindan boshlangan. Chunki bilasan, o'tirgan bolalari ko'p, o'qiydigan bolalar ko'p. Turin o'zi juda yaxshi litsey bo'lgan.
shu orqali men o'ylayman sohaga emas-ku, lekin shu o'zimni hayotimdagi yaxshilab o'zgarishga boshlangan. Shundan keyin ko'rsam sotuv, marketing, biznes tizimlashtirish, o'zimiz biznes boshlab, shundan keyin boshlanib ketganda. Shunaqa o'zi muhit juda ham katta ta'sir qiladi. Men o'zimda ham xuddi shunaqa. Turindan keyin ingliz tiliga qiziqish oshib ketdi. Keyin katta kurs tili уже IELTSda topshiryapti. Endi Westminster deganda biz ministerlar o'qiydi. Shunaqa o'ylaganman rostdan ministerlar o'qiydi. Diplomatlar o'qiydi. Umuman plankka u haqida o'ylamaganman ham. Keyin qarasam уже kiryapti, o'zimizga o'xshagan bolalar, demak kirsa bo'lar ekan degan narsa bo'ldi. Keyin xuddi sandek mana shu Westminsterda o'qiganimdan keyin, o'qish boshlaganimdan keyin уже marketing bo'yicha, уже sotuv bo'yicha, biznes bo'yicha darsga kiryapti. Уже sekin miya, mindset ochilish boshlandi. Shunaqa muhiting o'zi nima haqida gaplashsan, o'sha haqida o'ylaysan-da o'zi. Shunaqa. Bizlar endi shu work and travel insta haqida gaplashgan, shunga balki bizlar ham shunaqa tortib ketamiz. Endi muhit bu endi umumiy, masalan, mindsetni boshqa narsani o'zgartirish uchun katta yordam beradi. Lekin aynan sotuvni tanlashingga, biznes tizimlashtirishni tanlashingga nima ta'sir qilgan yoki kimdir ta'sir qilgan? Xo'p, bu o'zi qanaqa bo'lgan? Shu institut o'qiyotganimda o'zi hayot vahshiy qiz-da. Shu hozirgi sherigim Qobiljon bilan shu tanishganmiz. O'sha yerda bozorga taklif bo'lgan, keling ishlab ko'raylik, bek baraka dedi o'shanda. Hali bilmagan nima qilishimizni, chunki hali qanaqa paytlarda ko'raman, bilmagan, kelib ko'raylik degan sotuvchi bo'lib borganman. Sotuvchi borganimda do'konda kamchiliklar topish boshlaganman. Falon narsa qilaylik, optim ochaylik, tekin araba qo'yaylik, falon narsa qilaylik deb boshlanib ketgan, keyin harakatimni ko'rib, boshqa ishlar qilaylik, katta ishlar qilar ekanmiz deb Riyadga asos solganmiz shu yerda. Sporttovar.uz bo'lgan boshida 2009-yil. Hali karantin boshlanmagan. Hali shu sari bola bilan ishlagan edinglar. Boshida qaysidir shou-sida sporttovar anaqa bo'ladi, sponsor bo'ladi. U anaqa. Sari bola anaqa aytayapsan. Jahongir. Ular bilan ishlaganmiz. Televizorga chiqqanmiz. U endi ancha rivojlanib qolgan paytimiz edi. Xullas internet magazin qilamiz deganmiz-da. Endi bizlarni konkurentlar yoshi katta ko'pini hamma kulgan sunsa. Endi biz 10 millionga kim bekor oladi debdi. Bozor o'rgansa, O'zbekistonda shu payt internet magazin OLX bilar ekanda ko'pchilik. OLXda sani anaqang bo'lsa, platformang bo'lsa, bo'ldi, san internet magazinchisan. Biz o'shandan keyin Shopify, boshqa narsalar sayt qilish boshladik. Xullas o'zimiz biznesdan boshlangan hammasi. Boshlangandan keyin endi bilasan, e-commerce yangi soha, mutaxassis bo'lmagan payt juda qiyin bo'lgan qilish, hamma narsani o'zimiz qilib chiqqanmiz. Keyin 2020-mi, 21-yilda men o'zim yo'qotib qo'yganman. Yoqmayapti qilayotgan ishim, tushunmayapman nima qilayotganimni, mazza qilmayapman qilayotgan ishimni. Shuni shirni gaplashganmiz-da, men o'ylab ko'rdim yaxshilab o'zim. Ko'rsam men o'zimni sotuvchi ekanman men. Boshqa misol uchun HR-lik qilishga majbur bo'lasan, biznes ochgandan keyin marketing qilishga majbur bo'lasan, boshqa qilishga majbur bo'lasan. Ko'rsam sotuvni mazza qilib yayramayman, endi sudga baloga o'xshayapman. Davay bo'pti degan, CEO bo'lib qolaverasiz, lekin sotuvga polnisiz qarang, balonlarni men qarayman degan, shundan keyin boshlanib ketgan. O'zimiz biznes tizimlashtirganmiz, sotuvlarimiz oshib boshlagan, sporttovarda u payt hech kim $100 ming obrot qilmasdi oyga, $100 ming olib chiqqanmiz, obrotda yilga $1 million olib chiqqanmiz. Keyin yon berimizning insoli sabab bo'lgan. Farruxga Turgunov bilsang, Qamarda markaz ochganlar, ular ko'rib, aka, zo'r tizim qilgansiz, O'zbekistonda bunga yechim yo'q hali unaqa, kiring bozorga deganlar. Keyin bitta zo'r katta internet magazin bor O'zbekistonda, hali ham katta internet magazin. O'shanda maslahat olgani borganmiz. Bitta ko'rib bering xatolarimizni deb, u ko'rib biz qilgan tizimni qanaqa qildinglar, bizga qilib beringlar deb qo'yganda. Bo'ldi o'shandan keyin demak yaxshi taklif qilayotgan ekanmiz deb 2023-yil oxiri, 24 boshida bozorga kirib kelganman aka, biznes tizimlashtirish bo'yicha. Menda ham xuddi shunga o'xshashroq bo'lgan, chunki oldindan o'zi qaysi kasbni egallashimiz endi har xil anaqalar bo'lardi. Masalan, men boshida doktor bo'laman dedim, keyin ana mehmonxonalar haqida seriallar chiqish boshlagan, o'shanda menejer bo'laman degan, lekin menejer nima ish qilishini ham bilmasdim. Keyin shu Westminster kirgandan keyin har xil internship degan narsa bo'lardi, bilsang. Shu 3 oy tekinga ish. Shu chetga o'qishga jo'natadigan bitta firmaga ishga kirganman. Qarasam menga yoqadi, chunki yangi ideyalar qilish kerak, keyin mijoz olib kelish, keyin o'sha yerda target yoqishlarni, endi bazaviy bo'lsa ham shunga o'xshagan narsani o'rganganman. Ko'rolman qiziq. Menda o'zi kreativlik kuchli bo'lgan yoshligimda. Sen bilamiding, bilmasmiding, she'r yozib yurardim. Yo'q, shunaqa talantli bo'lgan. Turinni devorlarga she'r yozib ketgan shaxsan emasmi? Shunaqa endi anaqa ham bo'lgan. Copywriting juda yaxshi ko'rardim. Mana shu narsalar ham sekin qiziqish bo'ldi. Yana bitta narsa, men o'zi hayotdan ozgina nima deydi, lazy. Dangasa odamman. Bir xil ekanmiz-da. Tartibli dangasaman deyman. Shu dangasa odamman. Ko'raman, marketinglar maza qilib yuribdi-da o'zi hayotda. Men o'zimizda marketing ko'p ishlaydigan o'qituvchilar bo'lardi. Men ham hayotim maza, zamonaviy o'tirib, kofening ustida MacBook bilan ish qiladi. O'sha narsa ham qaysidir ma'noda o'zimni bir nuqtam sifatida ko'ra olganman. Shu narsa qiziqish bo'lib, undan keyin Medivga kirdim. U yog'iga karyera bo'lib ketib qoldi. O'zi menimcha soha tanlash boshida qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki mendan ham kimdir 6 yil oldin sport tarjima bo'lasan, yo'q derdim-da.
chunki sportlar sohasida boshlaganman, oddiy bek barakalar hamma aytardi, Amerikaga borib kelgansan, Yevropaga chiqqan, Singapurda o'qiyorsan, borib bek barakalar deyishardi. Misol uchun shuning uchun aytganman, menimcha senda ham shunaqa fikr bo'lsa kerak. Istalgan sohada bo'lsa ham, shu birinchisi baribir shu halollik biza qaraydigan narsa, keyingisi shu yerda o'zing maza qolsanmi, uchinchisi qanaqa qiymat olsan bera olasan, mutaxassismisan yo'qmisan. Menimcha uchta filtr topilsa, bu sohada ishlasa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men aytgan sportchi bo'lasan-chi, tadbirkor bo'laman, falon, chunki men menejer bo'laman degan. Nima deysan nega? Lekin nima ish qilishini aniq tushunmas. Shunaqa. Shuning uchun masalan kimdir soha qidirayotgan bo'lsa, endi shogirdlar, boshqalar endi so'raydi, masalan, qaysi sanaqada ketishim kerak? Ishlab ko'r deyman-da. Ishlab ko'rsa, keyin tushunadi-da, unga yoqadimi, yo'q. Xuddi ovqat qaysinisini yeydiganga o'xshaganda, yeb ko'rmagunicha uni qaysinisi unga yoqishini bilish qiyinroq. Misol uchun men o'ylayman, sen marketingga kirganda qanaqa soft skilllaring bo'lgan bo'lib, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'lmagan nima deb o'ylaysan? Shu ketarmidi, yo'qmi shu sohada? Yo'q, menimcha. Demak, hozir soft skill rivojlantirish kerak-da. Qaysi soft skilllarni rivojlantirish kerak? Kommunikatsiya marketing bo'laman desa-da. Menimcha birinchi kommunikatsiya. Chunki o'zi menimcha bu ishda kommunikatsiya yaxshi bo'lmasa qiyin. Chunki qilayotgan ish yoki uni nima xohlayotganini o'zimda qazdab ham qasmaladi kommunikatsiyani bitta naqasi. Sen qanaqa rivojlantirgansan? Chunki adashmalarga juda yopiq bo'lgansan, ha? Yopiq bo'lgansan, ular kommunikatsiyaga ochilmas eding. Yo'q, men o'zi introvertman, tega, lekin endi bo'ladi, endi yoshlikda ko'p televizor ko'rganman, boshqa endi kitobcha ko'p o'qiganman deya olmayman. Nutq jihatdan mendan ancha yaxshi bo'lgan nutqim. Prosta o'zimni davramda, o'zim yaqinlarim, oilam ichida masalan hazilkashlik bo'yicha, gap ustalik bo'yicha mana komandadagi bolalar ham biladi. Endi hazillashayotgan, 13 darajat qilaman. Ana hazil boshlasam gap bermayman. Endi o'sha jihatdan o'zi yaxshi bo'lgan. Tushunib yetganman, o'zi litsey payti tushunib yetganman. Agar men introvert bo'lsam ham, endi baribir 100% introvert bo'lmaydi odam. Ekstrovertlikni anaqasini kiymasam, maskasini kiymasam qiyin ekan degan narsa paydo bo'lgan. Keyin o'shandan keyin harakat qilganman. O'zimni ayniqsa universitet paytida juda ko'p challenge qo'yardim. Masalan, bizda personal development degan dars bo'lgan. U yerda chiqib 20 minutlik anaqa qilish kerak, speech qilish kerak edi. 93 ball olganman. Universitet bo'yicha eng katta ball olganman tariximda. Menga shunaqa challenge yoqardi, masalan, chiqish, odamlar oldiga hayajonim bo'lardi, qo'rqardim, lekin shu qo'rquvga o'zimni ururganman. Shu universitet shu narsani juda katta ochib olgan. Demak, bu yerda insight oladigan bo'lsa, nima bizga baryer bo'layotgan bo'lsa, shu narsaga sirishni borish kerak ekan, to'g'rimi? Samolyotdan uchish qo'rqsa, uchib ko'rish kerak. Boshqachasiga iloji yo'q. Urib ko'rish kerak deyapti. Shunaqa. Ikkinchisi IQ. IQ deganda endi hamma har xil tushunadi. Endi men o'zim tushunishim, masalan, ustozimiz ham podkastlarni ko'rganda ham juda bir mindsetim to'g'rilangan. IQ bo'yicha bu ishni bajara olish qobiliyati. Masalan, bitta task beriladi, o'sha narsani qila olish. Marketingda bu nimaga kerak? Ko'pchilikda bilsang, ideya ko'p. Masalan, turib olib, mana bunaqa qilamiz, bu yerga buni olamiz, mana kreativ qilamiz deydi, lekin oxirida nima qilish kerak degan paytda ko'pchilik qila olmaydi. Masalan, o'zimiz ham ish qilayotganda bu narsani ko'p kuzataman. Qaysidir bolalar bor, marketingda juda kuchli, bilim, masalan, ko'p kitob o'qigan, hamma instrumentlarni biladi, lekin masalan, qaysidir bolalarimiz bor, IQsi kuchli. Prosta qilishni biladi. Chem, masalan, zo'r ideya qilib qilmagandan ko'ra, oddiyroq ideyani qilgan ancha yaxshiroq foyda beradi. Menda ham shu narsa bor, masalan, nimadir ideya qilsam, mana shu narsani har doim bajarishga harakat qilganman. Yana marketingda mas'uliyat ham juda kerak deb o'ylayman. To'g'ri, o'lchab bo'lmaydi mas'uliyatni, sababi o'ta qanaqadir metrikalar bilan qiyin. Uni faqat ishga olgandan keyin yoki ishlab ko'rgandan keyin bilsa bo'ladi. Bizda deadlinelar bilan ishlaydigan odammiz, chunki masalan qanaqadir trade activity bo'ladi, nimadir yoqishimiz kerak, nimadir o'chirishimiz kerak. Kechqurun masalan bo'ladi holatlar. Bitta loyihamizda bo'lgan, masalan, targetologimiz uxlab qolgani hisobiga taxminan 700 ta sifatsizlik kelib qolganda. Men bu ham mas'uliyatga bog'liq, ya'ni bo'lib bitta narsa qilindimi, bilib turaman. Agar deyman, shu kuni uxlamasligim kerak bo'lsa uxlanmaydi. Shu deadline'ga ulgurish uchun hamma ish qilish kerak bo'lsa, shu ish qilinadi. Endi menda buni ham qaysi mana universitetda anaqa qilgan, chunki bilsang, deadline'lar bilan ishlanadi. Men assignmentlarda bir marta ham vaqtida topshirmagan, har doim early submission qilganman. Bir kun oldin topshirardim. Bir kun qolgandami? Bir kun oldin. Ya'ni yopilishi bir kun qolganda. Masalan, 20-chi bo'lsa, 19-da topshirardim, 18-da topshirardim. Buni o'zimda aynan shu anaqani o'stirish uchun qilganman, shu navbatni o'stirish uchun qilganman. Hozir nimadir ish bajarishim kerak, shuni bajarmay qoladigan bo'lsam, uxlolmay chiqaman, shu narsa o'ylantirib qo'yaman. Hozir agar sen aytgan filtr bilan marketing qiladigan bo'lsa, marketing solib ketadi deb bizneslar. Chunki bunaqa dono inson tug'ilmaydi, tarbiya qilinadi-ku. Demak, biz
marketing qilayotganda birinchi communication skills qarashimiz kerak, IQ ga qarashimiz kerak, keyin mas'uliyatga qarashimiz kerak. Shunaqa. Endi ko'ryapmiz, potensiali bor, yaxshi tortib ketadigan bolada, lekin mana 3 tadan ikkitasi yo'q. Nima tavsiya qilamiz ularga misol uchun? Chunki bu aytayotgan narsa sotuvda ham bor-da. Communication skill bo'lish kerak, IQ bo'lish kerak, mas'uliyat bo'lish kerak-da. Yo'q, endi men o'zim qarayotganda baribir soft skillga ko'proq qarayman. Chunki hard skilllarni o'rgatib qo'ysa bo'ladi. Mana sun'iy intellekt boshqa narsalar rivojlanib ketyapti. O'sha borgan sari hard skill kerakli darajasi pastga tushib boryapti-da. Masalan, deylik targetda ham men yaqinda ko'rdim. Facebook buyog'iga AI qo'shar ekan, shu AI orqali bu biznesmen o'ziga target yoqolmaydi. Osonlashtiryapti. Shuning uchun soft skillga qattiq qarashga harakat qilaman. Endi agar yetmaydigan bo'lsa, buni rivojlantirish kerak. Misol uchun, shogirdim bor, Johir. San taniysan. Johirda ham kommunikatsiyasi yaxshi-yu, lekin yetarli darajada bo'lmagan. Masalan, buni rivojlantirish uchun nima qilgan? Har doim oldimda yurgan. Sekin-sekinlik bilan ishni berishni boshladim. Masalan, sen prezentatsiya qilasan, buni sen gapirasan, men jim o'tiraman, sen shu savolga javob beradigan narsalarni. Ya'ni shu mas'uliyatni qo'yganda, xuddi boyaga aytganimdagi, masalan, qo'rquvi yoki qanaqadir bloklari bo'lsa, o'sha narsalar yechilib ketadi. Men o'zingda ham shu sotuv sohasida anchadan beri yuribsan, shu sohaga kirib tushunib yetgan 3 ta narsa. Xo'p, o'zi e'tibor bersang, ijtimoiy tarmoq 1 yil bo'ldi deyman-da. O'zi taxminan 6 yildan oshdi biznes sohasida ishlayotganimga. Men endi ko'proq tadbirkor bo'lganim uchun shundan qarab fikrlayman. Eng muhim birinchi tushunib yetgan narsam 3 tadan birinchisi bu xodimga emas, tizimga urg'u berish. Chunki o'zim tadbirkor bo'lganimda har doim kimdir kutib yashaganman-da. Ertaga zo'r market olib keladi, indin zo'r sotuvchi keladi, zo'r olib kelsam yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylagan. Bilsam bu yerda muammo ularda emas. Chunki zo'r xodim olib kelsam, tizim yaxshi bo'lmasa, uni har doim yo'qotamiz biz, keyin har doim aybdor qilib yuramiz. Birinchi tushunayotgan narsam shu. Ikkinchisi, mana hozir qiynalayotgan narsamiz nima? Men katta biznesga boradigan bo'lsam ham yoki zapus kiradigan bo'lsam ham, zo'r tizim qilib qo'ysan ham, lekin uni olib ketadigan qolgan bo'linmamiz, misol uchun marketing, bo'ldi, sen qilayotgan ishing 50% уже yo'q. Misol uchun shunaqa bizda loyihalar bo'ldi. Sotuv taraflama hamma narsani qildik-da, xodimni oldik, o'qitdik, tizimni qo'ydik, standartlarni yozdik, eng zo'r bolalarni qo'ydik, lekin oddiy mijoz olib kelib bera olmaganligi uchun biz sotuv qilmasdan o'tiramiz. Bu degani o'zim sotuv tushungan narsam, zo'r tizim qurib, zo'r sotuv qilsa ham marketing ishlamasa foydasi yo'q. Marketingda shunaqa bo'lsa kerak, zo'r marketing sotuv qilsa foydasi yo'q. Uchinchisi, o'zi aslida biz qiladigan ishimiz birinchisi, biz hech qachon proyektlarga insonni rozi qilish uchun kirmaymiz. Har doim shu mindset to'g'rilib olish kerak, niyatimiz. Har doim shu aytgan xalos boshqa masalalar, undan keyin sohamizni shu haq masalasiga ado qilish va belgilangan va'dalarni bajarish. Nimaga insonni rozi qilmaslik haqida gapiryapman? Chunki xohlaysanmi yo'qmi, senda ham bor bu narsa, anaqada konsaltingda bor bo'ladigan narsa. Biznes egasi har doim norozi bo'lishi mumkin-da. Agar uni rozi qilishga biz fokus qiladigan bo'lsak, aniqki o'zi niyatimiz o'zgarib ketadi, produkt haqida emas, inson haqida qayg'urib qolamiz. Bu o'z-o'zidan failga olib boradi. Chunki ko'p fail bo'lganlar biznes analiz qilganimda asosan og'riq shu bo'lgan. Bu o'sha niyat noto'g'ri bo'lganligi uchun-da. Bizda mana shu o'zi ko'p xulosalar, lekin asosiy olgan 3 ta xulosa mana shu menda. Bizda savollar yig'ib qo'yganmiz. Ko'p marketinglar, o'zi shogirdlarimiz ham o'zimizga ham bergan. Masalan, qaysilarni o'zim javobini bilganman, qaysilardir qiynalganman. Ya'ni shunaqa anaqalar bor. Ya'ni har doim marketing bilan sotuv o'rtasida bahs bo'ladi. O'zinglar bilasan, masalan, marketing leadlarni himoya qiladi, sotuv o'zini konversiyasini himoya qiladi va shuning orqasidan har xil savollar paydo bo'ladiki, suhbat shunaqa ko'rinishda qilamiz. Shu hammaga qiziq bo'ladigan savollarni o'rtaga tashlayman va sen o'zing nuqtai nazaringda va men o'zim nuqtai nazarimdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi, bizda yaqinda bitta keys bo'ldi. Bitta universitetga bordim va hech unaqa bo'lmagan. Urushib ketib qoldim. Endi urushib ketdi deganda bahslashib ketib qoldim. Tadbirkor bilan. Uni kutuvi qanaqa? Men senga marketingga pul to'lagandan keyin sotuvni ham o'zing qilib berishing kerak. Ya'ni hamma narsani men podключ pul to'lamoqchiman dedi. Endi men har xil keyslar bilan tushuntirib berdim, lekin baribir tushunmadi. Seni fikring qanaqa? Keyin men o'zim ham raqamni aytaman, fikrimni. Biznesda marketing bilan sotuv birga bitta odamning qo'lida bo'lishi qanchalik to'g'ri? Pozitsiyasiga qarab, men o'ylayman, agar u konsultant bo'lsa va marketing sotuvni tushunsa va qanaqadir kengashda o'tirib maslahatchi bo'lsa, menimcha qilsa bo'ladi. Masalan, KZF qil, CRM qo'y, optimizatsiya qilsa bo'ladi. Lekin agar biz performance yoki hozir tizimlashtirish bo'lsa, men qarshiman bunga. Nimaga desa, men o'zim ko'rgan tizimda asosiy muammo nima desang, asosiy muammo bir insonga ham marketing va sotuvni berishganligida. Agar marketolog bo'lsa nima qiladi? Marketing cho'tki qiladi, sotuvga nima kiradi? CRM qo'y, sotuvchiga o'qit, menga zapis tashlab tur deydi, bo'ldi. Ya'ni u sotuvni rivojlantirish haqida o'ylamaydi-da, ba'zi bir narsani qo'yib qo'yadi, bo'ldi-da. Va har doim ko'radigan bo'lsa, o'rtacha sotuv qilib yurgan bo'ladi-da.
o'zimizda bo'lgan keys bitta biznes bilan ishladik. Biz asos 100 ming atrofida sotuv qilishardi-da. Nimaga aytsang, produkt ham o'zida, marketing ham, sotuv ham o'zida-da. Tabiiyki, u ko'proq produkt haqida qayg'uradi, marketingni ham sotib bo'lish qayg'ura olmaydi-da. Nari bor marketingga qayg'uradi, chunki target yoqishni biladi, zapus qilishni biladi misol uchun, lekin sotuv haqida qayg'ura olmaydi. Tabiiyki bizga kirganimizdan keyin 2 yarim barobar o'sdi biznes. Bunaqa keysda menda 5-6 tada. Nimaga unaqa desa, shu aytayotgandek, hamma ishni o'zi mutaxassis qilgani yaxshi. Bizda men o'ylayman, nimaga unaqa deb ko'pincha puldan qochadi. Ya'ni to'xta, o'zim 100 ming qo'yaman-ku, unga men 10 ming berib, misol uchun 10 ming, 15 ming berib, yo to'xta deydi, ya'ni pul ayab turib, uni oldidan keladigan juda katta daromad olib qo'yishadi-da. Men o'zimda ham ko'p keys bo'lgan, ayniqsa endi karyera qilganimda bilsang, kommersiya direktor degan oldin pozitsiya bo'lardi. Endi hozir oxirgi paytlarda yo'q ketib qoldi. Kommersiya direktor ko'pincha sotuvdan chiqqan odam bo'lardi. Uni qo'l ostida org strukturaga qaraydigan bo'lsak, u yerda marketing bo'lardi. Endi men o'zim ishlagan paytlarim bo'lgan. Bitta narsani ko'rganman, agar rahbar marketingda kuchli bo'lsa, butun biznesni marketingga tortib ketadi, sotuv olib ketadi. Yoki teskari, sotuvda kuchli bo'lsa, marketing umuman ahamiyat bermaydi. Maksimum masalan target yoqish uchun pul berish mumkin. Qolgan tomoni faqat sotuvga urg'u berib ketib qoladi. Men o'zimda ham BTS Expressda kommersiya direktor bo'lganman. Shu taxminan bir 6 oycha shu paytda ishlaganman. Menda faqat marketing tortib ketib qolganda. Chunki sotuv bilaman-da, masalan, shu CRM qo'yish kerak, skriptlar bilan ishlash kerak, lekin baribir o'zimni soham, o'zimni nisham marketing bo'lgandan keyin baribir shu narsaga qarab yurib ketaman. O'zimni CEO pozitsiyasi juda zo'r. O'zbekistonda agar qaysi biznes to'g'ri qo'ygan bo'lsa, bu pozitsiyasi zo'r. Uni vazifasi nima desa, mana CEO ning vazifasi bilsam alohida bo'ladi, strategiya bo'ladi. Operatsion bilan CEO shug'ullanadi. O'sha operatsion direktor deymiz-ku. U vazifasi nima desa, marketing va sotuv, HR shunga o'xshagan bo'limlarni o'zini qo'ygan yillik maqsadlarini ketayotgan kontrol qilib turishdi. Bizda qanaqa bo'ladi? Shu aytayotgan hamma qiladigan xato, yo marketing sotuvdan chiqqan inson qilib qo'yishadi, bo'lib qara deyshadi. Qanaqa qarash kerak, mas'uliyat zonasi nima, uni yo'riqnomasi nima yozilgan, kimlar qanaqa gaplashadi, kvartalniy yillik rejalar nimadan iborat, bajarasini bo'ladi, u narsani berishmaydi. Katta ehtimol sanda shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Agar unga to'g'ri tizim berib, to'g'ri yo'qlama berib qilsang, marketing sotuv bo'lsa farqi yo'qdan chiqqani, bitta bilan ushlab tura oladi. Yana bitta tomoni ham bor. Masalan, endi odatda marketing lead olib kelib beradi va uni lead konversiyasi bilan sotuv bo'limi shug'ullanadigan bo'lsa, biza men endi shunaqa tushuntiraman biznes egalariga ham, biz o'zimizning leadga advokatmiz. Ya'ni biz o'zimizning leadni himoya qilishimiz kerak, shu sifatliligini va yaxshi olib kelib berishga harakat qilamiz. Sotuv bo'limi bo'lsa, bizning leadga nisbatan prokuror bo'lib berish kerak. Sababi ular endi bizning leadni kamchiliklari, masalan, sifat jihatdan unchalik ham ular xohlagandagi sifatda bo'lmasa kerak, balki shu konversiyaga ta'sir qilyapti. Ya'ni ikkala tomondan nima deydi, to'g'irlansa, o'shanda o'zi xohlagandek natijaga chiqadi deb o'ylayman. Endi bitta odam o'zida bo'ladigan bo'lsa, masalan, men nima qilgan bo'lardim, misol uchun, ikkalasi o'zimdan bo'lsa, yaxshi anaqa qilyapmiz, faqat hozir bozorda pul yo'q. Shunga o'xshagan bahonalar kelib chiqishni boshlaydi. Chunki bu biznes qoidasida o'zi maker bilan cheker bitta bo'lish kerak emas-da. Maker bilan cheker bitta bo'lsa, tasavvur qilsan, biznesing bor, biznesmen qo'lda ishlayapsan, sening vazifang har kuni mol tarqatish. Tabiiyki, sklad sanga 10 ta suv beradi, olib tarqatasan, pulni o'zingga qolishing kerak. Aniq o'ta levi bo'ladi, tushunsan? Pulni keyin berar ekan. Yaqinda mana uzoqga bordim, o'zi aytmayapti, biznes $1 million minus kirib ketgan. To'g'ri, maker bilan cheker bitta bo'lgani uchun-da. Shuning uchun men o'zida bo'ladimi, o'zida bo'lmaydimi, alohida mana sifat nazorat qo'yish kerak u yoqqa. Sifat nazorat to'g'ridan-to'g'ri CEO ga bo'sinish kerak-da. Bizlar nima qiladi? Sifat nazorat qo'yadi, sotib bo'lmaydi. U bor robdan so'raydi, qara xato topdim, aytaymi shuni deydi, aytma. Keyin hal qilamiz deydi, muammo joyda hal bo'lib ketib qoladi-da, tushunsan? Agar mana shunaqa narsani qo'ysa, o'zida bo'lsa, muammosi chiqadi. Yoki sen aytayotgan narsang shu marketing va sotuv qo'yish kerak. Bo'l. Nima haqida gaplashamiz bugun? Kelishib olaylik. Kim sifatli deb bilamiz, Akbar? Sen aytmang 1-2 narsani. Aytasan bo'l, agar shu narsa topilsa sifatli, bo'lmasa sifatsizda. Menimcha bu tomondan ikkalamizdan bir xil pozitsiyada ekanmiz. Endi yana bitta tomoni bor. Bizda endi ko'p bo'ladi. Biz marketingga kirganimizda sotuv bo'limi uchun biz eng katta dushman bo'lib qolamiz. Yaqinda bitta keysimiz bo'ldi. Bizda audit degan narsamiz bor. Ya'ni отказ bo'lib ketgan leadlar yoki sifatsiz deb chiqarilgan leadlarni biz shundan musulga tashlab olmaymiz, eshib chiqamiz. Taxminan 20-30 tasini keltirib beramiz. Misol uchun sotuvchida ayb bo'lganini yoki u produkt sotib olish mumkinligini yoki masalan telefon olmagan deydi, biz qilib ko'rsa oladi, masalan shu narsani keltirib beramiz. Aytishadi, sizlar bizga dushmanlik qilsalar ko'ramiz, hali bizlarni ham davrimiz kelib qoladi. Shunaqa paytlarda bo'lishiga qanaqa qaraysiz? Sen nimaga tekshirsan endi o'zi? Nimaga lead tekshirib chiqasan unaqa? U himoya qilish uchun. Nimaga himoya qilasan? Himoya qilmasang-chi?
yo'q, himoya qilmasam uvol bo'ladi-da. Endi bu yerda ham qadriyat jihatdan ham yaqinda ustozni biladigan odamlar zo'r gap aytdilar. Ya'ni omonatdorlik bo'lish kerak-da. Ya'ni biznes egasi nimadir xohlasa yoki deylik sotib bo'lib turibdi, yaxshi, o'zi shundoq ham yaxshi, lekin ko'raman lidlarni uvol qilib yuborishyapti. Ko'p lid tushyapti, no yomon ketmayapti. Shu yerda baribir biz sohaning egasi sifatida omonatdorlik ham bo'lish kerak. Ya'ni shu nuqtai nazardan biz tekshiramiz. Nima qilarsan, mana san lid sifatida ishlab chiqasiz, omonatdorlik bor, to'g'rimi sanda? KPI ham bormi unda? KPI ham bormi sizga? KPI bo'yicha KPI. Endi omonatdorlik hammaga qo'ya olmaymiz-da biz. Bu nimaga o'xshaydi? Ko'rsang, ana zo'r ota bo'ladi, o'g'illar iflos bo'lib chiqadi-yu. Bilasan, nimaga aytsa, otada shu omonatdorlik bor, o'g'liga o'tmaganda. Biznesda ko'p shunaqada, hozir bo'limimizda qadriyatli, hozir qadriyatsiz bo'lib qoladi-da. Buni balans ushlab turib bo'lmaydi. Senga qo'yilgan KPI, sen tekshirib olsan, omonatdorlik bor. Tasarruf omonatdorligi yo'q deysan. KPI qo'yib bersam tekshirasanmi? Omonatdorlik bo'lsa tekshirasan. Endi shu KPI sotib bo'lib qo'ymaganda ular. Eng birinchi muammo shu. Ularga to'g'ri KPI qo'yilmaydi. Ikkinchisi nima desa, mana bizda o'ylagan eng katta muammo nima? Tadbirkor bo'lganligim uchun menda bu orzular har doim bo'lgan. Tushunasizmi? Xodimni ko'niga qarash, unga dushman bo'lib qolmaslik, hamkorlarni muzokara qilish, yengil tatbiq qilishda. Shuning uchun men biznes konsalting kirganimda har doim boshni miyani yuvaman. Kim oldiga borsam ham, mana top menejmentda har doim nima bo'ladi. Akalar, men sizga dushman emasman, 6 oydan ketaman men. Sizlar bu umrbod qolasizlar. Meni vazifam bir kuch muammo topish. Keling shuni birga topinglar. Bu tiqchim ishini olib qo'ymaymiz. Shu muammo topaman, siz hal qila olasizmi, hal qila olmayman. Bo'ldi. Siz ham menga yordam bering, muammomizni biz hal qilamiz deyman-da. Mayda juda xatolar olib keladi. Voy zo'r, baraka toping, yaxshi ham aytdingiz. Yetmasangiz qolib ketar shu narsa. Davay nimalar borsan, o'sha ana odam san do'st biladi-da. Men o'ylayman, boshida shu progress zo'r qolish kerak ularga. Mindset bilan ishlab olish kerak. Zo'r qilibdi, do'stligini keltirib olishing kerak. Tekshirayotgandan aka, men sizni tekshirmayapman. Siz jarayon tekshiraman. Jarayon yaxshilashsa, ko'proq sotib bo'lsa, siz ko'proq pul topasizmi? Bo'ldi. Siz ko'proq pul toping demas, yo'q deysiz. Deb miyasini yuvish kerak-da. Keyingisi biznes egasiga ketish kerak. Bunga to'g'ri KPI qo'yib ber. Ertaga o'zingiz iltimos qiladi keyin. Aka, bari ko'rib bering. Juda sotib oshmayapti. Bizda shunaqa keyslar bor, chunki to'g'ri KPI qo'yilganligi uchun mana bunaqada, misol uchun biz hozir ofitsiantga ovqat zakaz qilganda 10 minutda kelishni qo'ysak, olib bora oladimi 10 minutda? Agar oshpaz tayyor bo'lmasa, olib boramiz. Sanda mana oshpazda KPI yo'q, tushunasizmi? Misol uchun ofitsiantda bo'ladigan bo'lsa, sen bor oshpazga 10 minutda bo'lsa, sen menga dushmansan, shoshiryapsan meni. Ani xo'jayin men ovqat vaqti tayinlamayapti, o'ylayapti deydi, tushunasizmi? Endi sen qadriyatingda omonatdorlik bor. Endi uni omonatdorligi yo'q, ko'rasan. Unga omonatdorni o'rgatgandan ko'ra KPI qo'yib qo'yish kerak-da. Asosan muammo shu bo'ladi biz ko'rayotgan narsa. Endi yuqoridan qarasang-da, mayda ichkaridan kirsang ko'p muammolar chiqishi mumkin, lekin любой muammoni ichki narsa hal qiladi. Shunday. Bizda ham masalan ko'p analiz qilib chiqamiz, qaysi loyihalar natija bo'ladi, qaysi loyihalarki shu aytganingdek sotuv bo'limida yaxshi ro'pi bor, KPIlar qo'yilgan va mindset to'g'ri. Agar mindseti noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ular bilan dushman paysalga o'tib oladi. Hamma lidlarimizni maksimal sifatsizga chiqarishga harakat qiladi, sotmaslikka harakat qiladi, gaplashmaslikka harakat qiladi. Shu orqasidan keyin endi har doim aytaman-da, biz sotuv bo'limi, marketingmi farqi yo'q, bitta kemadamiz. Kema teshilsa hamma cho'kadi. Bu anu teshgan, masalan, kalamush emas, uning ichidagi odamlar qo'shilib cho'kib ketadi deb tushuntiraman. Shunaqa. Keyin aniq narsa ham muhimda. Bizda ko'pchilik shaxsiy prinsip bilan ishlaydi-da. Shunga kirayotgan hech kerakda, bir insonning xohishlari jamoadan ustun emas hech qachon. Aytyapsizlar, ro'p yaxshi bo'lishi kerak, mindset yaxshi bo'lishi kerak deb, men boshida juda qattiq prinsip bilan kirganman-da. Palon narsa topamiz, kirmayman deganman-da. Qarasam unaqa biznes o'zi juda ham kamda, ha. Keyin o'zimga savol berish boshladim. Men biznes yo'qotish qolyapmanmi yoki olib yaxshilash qolyapmanmi? Yaxshilash qolamadim, balki ishlab ko'radigan insonlar bor-ku, roziman ishlashga tayyorman degancha. Shunaqalardan keyin tushuntirib ishlayapmiz, lekin yaxshi bo'ladi. Ochuv, feedbackga ochuv, qabul qiladigan, o'zgarish tayyor bo'lsa, ishlasa bo'ladi. Yo'q. Endi mana shu yerda ham bitta savol paydo bo'ladi. Masalan, men sizlarda ham bo'lsa kerak, masalan, qaysidir biznesga kirasizlar, lekin marketing bo'limi yaxshi bo'lmaydi. Bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Biz qaysidir biznesga kiramiz, sotuv bo'limi tayyor bo'lmaydi. Ya'ni qaysidir ma'noda bitta mashinaga 2 xil motor qo'yib qo'yganga o'xshabdi. Keyin u buksavat qiladi, aylanadi. O'zi xohlagandagi tezlana olmaydi. Endi bu savol qanaqa? Sen masalan sotuv bo'limida bo'lib turib marketing bilishing qanchalik muhim? Bizaga masalan marketingni bo'lib turib sotuvni bilishimiz qanchalik muhim? Juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki men boshida bab xolisam yo'qmi? Mana hozir Cambridge bilan ishladik, katta bitta maktab bilan ishladik, hozir seto'y bog'cha bilan ishlayapmiz. Sohasida top, liderlar, biz ham liderlar bilan ishlayapmiz-da. U yoqqa kelguncha xolisam yo'q, kichik biznes bilan ishlaganmiz. Ularda marketing yoki sotuv bo'lmaydi-da. Men o'zim tadbirkor bo'lganim uchun marketingga, sotuvni, moliyani, HR juda yaxshi tushunaman-da va mana shu tushunishim menga juda katta yordam bergan. Nimaga aytsang, mana har doim biz biznesga kirganimizda marketolog bizga KZ so'raymiz-da. KZ so'raganimiz, agar men KZ bilmasam,
menga formani aytib beradi. Chunki men o'zim shunaqa bo'lib kes bo'lgan, zo'r marketing bilan ishlaganmiz. Men to'p bilganman, formani men kazevda olib keldim. Agar men shu yerda kazev bo'yicha ba'zi bir tushuncham bo'lmasa deb o'ylayman. Shu ekan deb o'ylayman-da. Keyin nima bo'ladi? Biz kazev qildik, tadqiqot qildik, tahlil qildik, o'xshamadi. Siz biznes yaxshi emas ekan, shu boygida deb komfort zonaga kirib chiqib ketamiz-da. Shuning uchun sotuvga kirayotgan inson ba'zi bir bilimlarni bilishi kerak har doim. Chuqurroq bilish undan ham yaxshi. Qancha yaxshi bilishi zo'r, lekin o'zi qilish kerak emas. To'g'ri teza berib, to'g'ri qabul qilib olib, to'g'risini filtr qilib olish uchun bilish kerak. Men aytaman, HR ham bilish kerak, moliyani ham bilish kerak bo'lsa. Ozgina moliya, lekin HR ba'zi birdan chuqurroq bilish kerak. Marketing ham shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki senga olib kelib turib, mana biz varonkani zo'r qilib chiqdik, qara, majburiy bo'yicha ishlaymiz, buni ko'rib tur, yo'q, bu ishlay olmaysan. Chunki bu bunaqa muammo bo'ladi. Mamit xodim yetishmovchilik bo'ladi. Mamit xodimni IQsi qanaqa bo'lishi kerak? yoki bunaqasi qanaqa bo'lishi kerak deb savol bera olishing kerak. Bo'lmasa, shu boyga narsa, sotuvni zo'r qildik, marketing zo'r ishladi, siz biznesingiz yaxshi emas ekan, oke, o'tib qolibdi o'sha anaqasi. Yili bosh biznes qilish kerak, chiqib ketiladi. Men ham xuddi shu narsani tushunib yetdim. Ya'ni marketing bo'lsa ham sotuvi shu yaxshi sotuvchi darajasida bilish kerak degan narsani o'shandan keyin xodimlarni ham sotuv bo'yicha o'qitishni boshladik. Masalan, bitta xodimimiz ham o'zini o'qigan, PMlarimiz. Nimaga? Sababi xuddi shunaqa konflikt bo'lganda yoki konfliktdan tashqari noto'g'ri joyga ketyapti. Biz ko'ryapmiz, bu narsani to'g'rilashga majburmiz. Har doim ham bu budjet masalasida, masalan, bizga 10 ming berayotgan bo'lsa, yana bitta 10 ming kelishi bu biznesga xuddi katta puldek tuyuladi. Shunaqa paytda biz LTV ni oshirish uchun ham majbur bo'lamiz. O'zimizga qaysi ma'noda yordam berishga. O'zi audit qo'shishimiz ham shundan bo'lgan. Auditdan keyin biz har oy, masalan, skriptda qanaqadir xatolik ketayotgan bo'lsa, biz skriptini to'g'rilab turamiz. Mana shu narsalar sekin-sekinlik bilan ancha yaxshiladi. Masalan, bitta case aytaman, biz logistika kompaniyada telefonni ko'tarmayotganlar 40% deb berishdi. Endi bu katta son deb o'ylayman. Endi biz marketing jihatdan ham qo'yamiz, bu narsa o'zgarmayapti. Keyin audit yo'lga qo'yib qo'ydi. Ya'ni o'sha telefon qilib ko'tarmaganlarni tekshirish boshladi. Tekshirish boshlaganimizdan keyin shu keyingi oy o'zida 25% ga tushdi. 15% ga yaxshilandi. Chunki tekshiryapti, bilyapti. Tim bo'lib audit natijasini ulardan kommersiya direktor ular bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Maza qoladi. U ham maza qilyapti, mana bu sotuvchilar ham qo'rqishni boshladi. Endi qo'rqish deganda to'g'ri ma'noda tekshirilar ekan. Bizlar shunaqa qo'yib qo'yilmagan ekan degan narsa. Bu sotuvlarni yaxshilashtirildi. Endi u yerda sizlarga sotuv mas'uliyati ham tushganda, qisman. Shunaqa. O'shanga. Keyin o'zi bunaqa narsa ham bor-da. Bizda mana ko'p bizneslar yo marketing olib keladi, yo ro'p olib keladi-da. yoki sotib bo'limi tizimlashtirish olib keladi, ikkitasi unga berib qo'yadi. Lekin bu o'ylayman, bu bilan uzoqqa bormaydi. Chunki mana tasavvur qil, katta sotuv qilishing kerak. Mana realda 100 ming dollar oborot qilgan bo'lsa, ishonasan, biz bir marta skript analiz qilish, sotuvni audioni eshitish ishlamaganmiz-da. Ya'ni katta sotuv, katta raqamlar har doim bu tizim orqasidan bo'ladi. Sonra skript eshitish mumkin, audit qilish mumkin. Bu degan ertasiga chiqib ketsang, marketing ham u ham qolib ketadi degani-da. Shunga men o'zim tarafdorman ko'proq. Misol uchun mana Cambridge ishlaganimizda ham biz 5 oyga yaqin umuman audio analiz qilganimiz yo'q-da. Ya'ni noto'g'ri gaplarsiz unaqa qilsan deb. Nimaga tizim qurib keldik-da, tizim qurgandan keyin xohlasam ham shu bo'yicha ishlash boshlaydi. Mana bunaqa deb, misol uchun senga hozir men sabzi, qo'lingga guruch, go'sht, suv bersam-da, qozonga tashlab oshib qoladimi? Oshib bo'lmaydi, ha. Biz misol uchun guruch yaxshimi, sabzi yaxshimi, go'sht yaxshimi deb qayg'urganimiz bilan uni vaqtida dimlamasang, to'g'ri joyda solmasang foydasi yo'q-da. O'shanga sotuv biznes ham shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni qo'lga berayotgan instrumentimizdan ko'ra uni qanaqa qilish, nimaga qilish, nima uchun qilish, qachon bajarishlarni, ya'ni tizimni to'g'ri qilsak, ana guruch bilan sabzi har doim topiladi-da. To'g'rilab ketursa bo'ladi uni. Endi umumiy xulosa qilib aytganda, nafaqat marketing, sotuv bilish, uni atrofidagi masalan biznes tizimlashtirish bilish, хотя бы o'zini masalan marketingga kirayotgan bo'lsa, o'zini sferasini tizimlashtirish bo'yicha ham ishlashi, HR bilishi, ya'ni hamma. Endi masxaf emas, good enough bo'lishi mumkin, lekin qancha ko'p bilsang, shuncha sen yaxshiroq qila olasan, shuncha cheking balandroq bo'ladi, shuncha yaxshi kompaniyada ishla olasan. Mana bizda konsaltingni analiz qilsang, ko'pchilik dialog bilan ishlaydi, ya'ni sotuvchini o'qitish, to'g'ri gaplashish, sotuv ssenariyi, CRMda bu ishonasizmi bizning produkt 10% ham emas-da. Eng oxirida qiladigan eng kichik ishimiz-da. Lekin qolgan 90% orqasi juda katta tizim, raqamlashtirish, optimizatsiya, standartlar o'tadi. Uning orqasidan keyin dialogni to'g'rilab qo'ysan. Nega payt to'g'rilab olasan-da. Menda ham ko'p case bo'lgan, marketingda bo'lgandan keyin sotuvga har xil konsultatsiyalar ko'rganmiz. Birinchi shundan boshlaydi-da, ikkinchi bilan to'xtaydi. Xuddi gaplashib turgandek ko'rsatishadi, juda ensasini qotiradi, mohiyat tushunmaydi. Shunaqa. Oxirida keyin ishlatmaslikni boshlaydi. Mana ko'pchilik, hamma ham emas, ko'pchilik anaqa shu biznes tizimlashtirish bo'yicha sotuvlashtirganlar nima qiladi? Rossiyada kurslarni o'qiydi, shuni kopiya qiladi-da. Men yaqin analiz qildim-da, bitta 2-3 tasini borgan biznesida
raqamlashingiz Excel'da. Men savol beraman, nimaga Excel desa, ular o'qigan kurs haqida Excel o'rgatadi. Tushunasizmi? Mana men любой biznesimga borsam, optimizatsiya qilgan, hammasini dashbord qo'yib berganmiz. Yo Power BI'da, yo Data Analysis. Nimaga desa, men chunki o'zim tadbirkorman-ku. Produkt o'zimnikida, React'da qo'llab, pishirilib, qo'rilib, 5 yil vaqtim ketib, demak to'g'ri shu ekan deb mana qo'ydik. Cambridge'da yaxshi natija bo'ldi, misol uchun, maktabda yaxshi natija bo'ldi. Qirishdan o'sha zapusk qildik. Yoki mana bizlar Smart Life, Najot ta'lim, ko'p top brend anaqa o'qidi, yaxshi brendni o'qidi, ular quvvat o'xshayapti. Nimaga aytsang, chunki men o'zim biznesni qilib chiqqanman-da buni. Ya'ni produkt o'zimniki bo'lganligi uchun tadbirkor sifatida orig'ini tushunaman-da. Keyin bitta biznesga bordik. Bizdan oldin 7 oy o'zim sohasida to'pga konsultant ishlaganda, chiqazib yuborishgan uni. Keyin varonka analiz qilib telefon qildim o'sha odamga-da. "Oke, men bitta bunaqa narsa qilgan ekansiz. Nimaga bunaqa qo'ydingiz?" desam, "Gribnik shunaqa qilgan" deyapti. Ya'ni mohiyatini tushunmaydi-da. O'zi Gribnikka bitta gap bor, agar biznes Excel'da yurayotgan bo'lsa, Excel'da ham o'sgan bo'lsa, demak uni yana o'stirsa bo'ladi. Shunaqa olishadi. Shunaqa. Endi Excel'ga qarshi emasman, o'zim Excel ishlataman, lekin o'shanda qolib ketish kerak emas-da. Biz tizim optimizatsiya haqida gaplashayotgan bo'lsak, tabiiyki, holimizni eng yaxshisini qo'yishimiz kerak baribir-da. Muammo shunda deb o'ylayman, shu aytayotganingni ham senda. Tushundim. Endi bu yerda ham savol paydo bo'ladi. O'zi umuman, endi birga marketing sotuv bo'limi har doim birga ishlagandan keyin kutuvlar qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni sotuv bo'limini marketingdan kutuv qanaqa? Xo'p, men o'zim agar o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, menda o'z kutuv qanaqa bo'ladi? Mana istalgan biznesni men tadqiqot tahlilsiz boshlamayman. Endi tadqiqot tahlil zo'r bo'lishi uchun biz birinchi audit qilamiz. Xuddi sen aytayotgandek, mana misol Cambridge'da 2 oydan oshiq audit qildik. 2 oy juda katta muddatda. Nimaga aytsang, audit qilganda biznesda raqam bo'yicha, xodim bo'yicha, journey bo'yicha analiz qilamiz-da. Bizda topgan muammoga nima sabab o'zi? Mana raqam misol uchun 10%. Biz aytamiz, sotuvchi yaxshi gaplashmayapti, lead sifatsiz deymiz. Bu eng yuzaki muammolar-da. Nimaga yaxshi gaplashmayapti desang, yaxshi sotuvchi olmagan. Nimaga yaxshi sotuvchi olmagan? Yaxshi onboarding yo'q. Nimaga yaxshi onboarding yo'q? Yaxshi rekruting yo'q. Nimaga yaxshi rekruting ketaveradi, tushunsan? Negizini topamiz har doim-da. Topgandan keyin biz tadqiqot qilishimiz kerak-ku. Men marketingdan kutgan narsa lead emas hech qachon. Sifatli lead emas-da, to'g'ri tadqiqot qilib berish. To'g'ri tadqiqot qilsa, xolisam ham to'g'ri lead olib keladi-da. Mana Kazdevga biz tez yozib beramiz har doim. Bir-iki shu narsani bizga topib ber. Nimaga? Chunki auditda bizlar shu oruv chiqdi. Mijoz kelyapti, sota olmayapti. Ya'ni olib kela olamiz, sota olmayapmiz. Nimaga sota olmayapti? Nima sotib olardi? Og'rig'i nima o'zi? Baryeri nima? Bog'chada biz o'rgangan narsa nima? 25 yoshli ota-onani 30 yoshli ota-ona xohish ikki xilaganda. Buni tadqiqot ko'rsatdik bizga. Shunga marketingda birinchi kutgan narsam bu to'g'ri sifatli kazif qilish menga har doim. Keyin CJM asosida kazif qilib, mana qaysi etapda bizda nima muammo bor? Shuni aniqlab bersam, keyin biz raqobatchiga chiqamiz, keyin birga SWOT qilamiz, undan keyin lead, performance haqida gaplashamiz. Uni target olgan qila oladi, to'g'rimi? Yaxshi lead olib kelish. Lekin marketing asosiy shu narsasi zo'r tadqiqot qilib bersa bo'ladi. Men har doim shuni kutaman. Shuni qilib ber, qolgan hammasini o'zim qilaman deb gaplashamiz ko'p joyda biz. Zo'r. Endi to'g'ri marketingga asosiy vazifasi o'z tadqiqotdan boshlanadi. Endi biz sotuv bo'limi bilan endi ishlayotganimizda endi ko'pincha biz tadqiqot qilganimiz uchun ulardan bu narsani so'ramaymiz. Endi biz ko'pincha so'ramaysa qila olmaydi hamda ko'pchilik. Konfliktga keladigan yoki nima deydi, bahsga keladigan paytimizda bu уже sotuv boshlangan paytda bo'ladi. Odatda endi bilsang, mana loyiha menejmentda ham, project managementda ham gruppa birlashgandagi stagelari bor-da. Boshida hamma xursand, hamma bo'ldi zo'r boshlaymiz, motivatsiya, keyin sekin yomon ko'radi, keyin yana yaxshilashib boshlaydi. O'sha yomon ko'rayotgan paytida aslida nimalar bo'ladi? Biz endi kutadigan narsamiz birinchisi kvalifikatsiya qilib berish kerak-da leadlarni. Odatda bu narsani qilib berishmaydi, hozir gaplashyapti, ulgurishmayapti deydi. Biz bu yoqdan olib kelaveramiz, keyin oxirida bir oydan keyin уже 2000 ta lead, masalan $4000 ketgan, leadlar ozgina sifatli bo'lmadi deydi. Masalan, biz shu narsani kutamiz. Vaqtida chiqmaydi-da o'zi. Reaksiya bildirish, kvalifikatsiyasini aniq qilib berish. Bu ham boyagina omonatdorlik ham bor bu yoqda, KPI shunga to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bizga leadlar qayerdan kelayotganini aniqlab berish kerak. Masalan, ko'pincha endi bizda kompleks marketing xizmatlarini ko'rsatamiz. Bizda bir nechta kanallar bo'ladi-da. UTM'ga boshqa qilib beramiz, lekin ba'zi bir kanallar bor, masalan, offlaynda haligacha ishlaydigan bizneslar bor. Ularni agar sotuv bo'limi aniqlab bermasa, bilib bo'lmaydi. Keyin biznesda unda ko'ramiz, sotib oshyapti. Nimadan bo'lyapti desa, o'sha narsani topa olmay qolamiz. Уже topa olmaganimizdan keyin unga tikamizmi, tikmaymizmi, o'sha narsani bila olmay qolamiz. Oxiri konversiyada. Shunaqa. Men o'ylayman, bunga nima sabab desa, mana marketing saviyasi sotuv bo'limi saviyasidan oshib ketib qoladi-da. Yoki sotuv bo'limi saviyasi marketingdan oshib ketib qoladi. Misol uchun, men UTM aytganim men juda yaxshi ko'raman ishlashni. React'da hatto analiz qilardik biz, qaysi yoqqan target videomizdan ko'p kelyapti. Misol uchun keyword yozib qo'yardik. Ozish xohlayapsizmi? Ko'rardik.
misol uchun lead narxi qimmat, lekin siyosiy arzon. Lead narxi arzon, siyosiy baland. Analiz qilardik-da, marketing shunga qiynalardi bizda. Ya'ni endi agar bitta tilda gaplashish xolasa, boshida kelishib olish kerak. Shuni qilib bera olasanmi? Buni analiz qilib bera olasanmi debdi. Menimcha Akbar o'ylayman, bu narsani juda ko'pchilik qilib bera olmaysan holatga narsani. Chunki aytayotganim, sizlar saviya ko'p sotib bo'lim saviyasidan oshib ketib qolganda, ular bunga tayyor emas. Ular faqat konversiya haqida gaplashadi. Mana biznesni bilasan, o'rtacha 6 ta konversiya bo'ladi. Ko'p biznesga borsang 2 ta konversiya, sifatli konversiyasi, sotuv konversiyasi bo'ldi. Orada hamma konversiya qolib ketgan. Ha, varonka qolib ketadi-da. Endi hozir masalan gaplashdik, ideal qanaqa bo'lish kerakligini. Shu holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Marketing ham zo'r, sotuv ham zo'r, hamma narsa zo'r qilindi, lekin sotuv bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Bizda bunaqa kes ko'p bo'lgan. Eng birinchi muammo nima desang, men tadbirkor bo'lganligim uchun shu narsani juda yaxshi his qilaman. Biznesmenlarda bizda ishlayotgan bitta loyiha bor va u yerda men o'zim biladigan zo'r marketing kompaniyada ishlayapti. Lekin sotuvlar bizni xohlaganimizga o'sayotgani yo'q. Nimaga desang, men kirayotganimizda ular ham biz ham bilardik bu narsani. Birinchi biznes egasi miyasi. Ana biznes egasi miyasi deganda uni miyasi yaxshi bo'lgani uchun olib keladi deydi. Ko'pchilik uning uchun emas u. U men aytayotgandek 2020-yilda men miyamda qolib ketgan inson-da, ya'ni insonlarga bog'liq. Yaxshi marketingga sotuv yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi sotuvchiga sotuv yaxshi bo'lib ketadi. Bizani olib kelgan marketolog olib kelganda nimaga yaxshi bo'lmayapti desa, mindset yaxshi emas. Ya'ni hali biznesmen sifatida biznesga qaramayapti. Просто puli bor, olib keldi, to'layapti, lekin ichki o'zgarishga tayyor emas. Ya'ni o'rto'li qilinmagan, to'g'ri xodimni olinmaganda, ular o'zgarishga tayyor emas. Ikkinchi eng og'ir masala produkt. Agar mana produkt ham yaxshi bo'lmasa, ming zo'r sotuvchining, zo'r marketingning foydasi yo'q. Bizda bunaqa kes biznes konsaltingda bo'lyapti hozir. Zo'r marketing, zo'r sotuv ishlayapti. 30 ta yaqin task bor qilinmagan. O'shandan 85% dan oshig'i biznes egasi taskarida. Qilib bermayapti. Nimaga desang, chunki tayyor emas-da. O'ylagan shu sotuvchi yaxshi bo'lsa, marketing yaxshi bo'lsa, qilib tashlaydi, men bezovta qilmaydi, bo'lib pulim borib ketaman, zo'rib ketaman, inshaalloh, mashalloh degan qolib ketgan shu bilan. Zapskda ham shunaqa kes bo'ldi. Yaxshi prodyuser komanda ishladi, sotuvda biz ishladik, lekin produkt tufta bo'lganligi uchun umuman sota olmadik-da. Telefon qilib, "Buni ekspert deyapti-da." Keyin men o'zi boshida endi prodyuser gapiga ishonib yaxshi ekspert bo'lsa kerak deb o'ylagan, analiz qilganmiz-da. Keyin afsuslandim juda ham. O'shanda xulosa qildim. Demak, birinchi o'rinda shu biznes konsalting olgan xulosam, biznes egasi saviyasi, xohishlari, dunyoqarashi o'zi o'zgarishga tayyor bo'lishi kerak. Birinchisi, ikkinchisi produkt yaxshi bo'lishi kerak. Bo'lmasa, men zo'r sotuv keladimi, zo'r marketolog keladimi, yorvoradigan odam keladimi, sotib bo'lmaydi. Men bu narsani xuddi moshinani tuning qilishga o'xshataman-da. Masalan, moshinani ko'pchilik o'ylaydi, faqat motorini tuning qilsak, shu sotuv marketing tuning qilsak, bo'ldi, zo'r bo'ladi o'ylaydi. Uni ruli, hadovoyi, uni tormozini agar moslamaydigan bo'lsa, u uzoqqa bormaydi-da. Zo'r ovoz chiqadi, lekin yurmaydi mashina. Shunaqa. Xuddi performansdan zo'r qilib tashlaydi, marketing ovoz chiqarib tashlaydi, lekin oldinga yurmaydi. Bizda shunaqa keyslar ham bo'lgan. Misol, sotuv bo'limi ham yaxshi, produkt ham yomon emas, biz ham yaxshi ishlaganmiz. Endi bu yerda men anaqa tushuntiraman. O'zi ko'p shogirdlarga ham 3M degan metod, endi bu o'zimizdaniki, boshqa joyda ko'rmaysan kitoblarda. Bu qanaqa deydigan bo'lsa, o'zi istalgan natija 3 ta faktorga bog'liq deb tushuntiraman. Birinchisi ma'naviy, ya'ni ma'naviy deganda to'g'ri niyat qilib olish. O'sha boya ham shu narsani gaplashdik. Agar niyat to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, oxirida natija ham to'g'ri bo'lmaydi. Keyingisi moddiy, endi bu moddiyat biz o'zimizdan qo'limizdan kelgan ishlarni qilish, lekin hamma ish qilib, niyat yaxshi bo'lsa ham, qanaqadir maxfiy sabablar ham bo'lib qoladi bir xillar. Men o'zim ham bo'lmas demizku. Ha, bu bo'yicha bir maqola ham yozgan edim. Ya'ni bir bo'ladi, o'zingga uverенность oshib ketib qoladi, bo'lib yoraman, bo'yni marketingini bizaman degan paytimda xudo natijada kim qo'ldaligini ko'rsatib qo'yganmiz. Shu 3 ta narsaga ham qarashni tavsiya qilaman. Endi boyagi masalada Akbar, mana niyat deyapmiz-ku. Menda ham o'z birinchi prinsipim niyatda har doim. Albatta amallar niyatlarni ko'radi. Har doim bolaga shuni o'rgataman-da. Endi boyagi masalaga qaytib kelamiz. Sen niyating zo'r qilib kiryapsan-ku, biznesga niyat faqat pul bo'ladi-da. Tushunasizmi? U o'zgarishga tayyor bo'lmaydi. U nima deydi? Bo'lsa, san olib keldim-ku deydi. Bo'ldi, zo'r marketing olib qo'yib deydi-da. Okay, men bitta tashkil tuzmadan muammo, men bitta produkt tomonman, men bitta bunaqa muammo. Yo'q, meniki yaxshi. Yomon bo'lsa, 3 yildan beri ishlamasdim bu deydi. Bitta mindset turaveradi. Nimaga desa, uni niyati boshqa-da. Shuning uchun men filtr qilayotganda qarayman o'zi, nima uchun bu konsalting chaqiryapti? Nima uchun ko'proq sotuv qilmoqchi? To'g'ri, faqat soqqa uchun qilaman desa, ana yo'q chiqib ketamiz emas, lekin orqa sabab yotadi-ku, shu ma'naviy motivatsiya yotadi-ku. Shuni topa olsa kirish kerak. Qachon shuni topmasa kirgan bo'lsa, har doim fail bo'ladi, har doim fail bo'ladi. Hozir biznes egalari haqida gaplashib qoldik. Menimcha bu hamma mutaxassislarning eng katta og'rig'i. O'zi qanaqa biznes egalari bilan umuman ishlab bo'lmaydi deb o'ylaysan? Endi aniq men bunaqa bo'lsin demayman.
men o'zim tadbirkor bo'lganligim uchun biznes egasini har doim shuncha harakat qilaman-da. Misol uchun nimaga u rivojlanmadi desang, chunki u xolis ham bir vaqt o'zi ham oilasi, ham farzandi, ham biznesi, ham xodimlar haqida qayg'urish kerak bo'lib qoldi-da. Endi ko'raman, u harakat qilib bajara olmayaptimi? Ya'ni bilim yetishmovchiligi, resurs yetishmovchiligi yetmayapti, lekin harakat xohish bor. Agar shu bo'lsa men kiraman. Endi filtrga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda endi bizda biznes konsalting juda katta produkt-da. Hammani olmaymiz u yoqqa. 5 ta PM bo'lsa menda hozir 3 tadan easy loyiha ola oladi. 15 loyiha deganda-da. Oy o'ynab $100 ming oborot qila olamiz, lekin qilmaymiz. Nimaga desa, birinchi sifat, o'sha niyat masalasi, hamma ham ishlash tayyor masala deymiz. Shunga filtr qilayotganda ko'raman. O'zi nima uchun qilyapti biznes? Bizani nima uchun chaqiryapti? Keyingisi produkti, uchinchisi qanchalik pul to'lash tayyor. Shunaqa bizneslar bor, seni chaqiradi, olib keladi, sen puling amallab beradi-da, lekin marketingga, targetga, brendga, produkt pul tikmaydi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, biz ishlamaymiz. Briefing bor bizda. 40 ta yaqin savol bor. Shu savolga bergan javobidan qarab turib saviyasini qilamiz biznesmen. Agar tortmasa, endi hozir 3 ta faktorni sanab bera olmayman, nima qasd 3 ta faktor bor. Lekin agar chek qimmat bo'lsa, qarasan narxga. Lekin undan olib biznesmenning saviyasiga qarasan. Nima uchun chaqiryapti? O'zgarish tayyormi? Ya'ni anaqada bizdan tishimiz og'riyotganimiz doktorga og'ritmasdan olib qo'y deya olmaymiz-ku. Og'riqqa chidashimiz kerak, to'g'rimi? Qanchadir muddat ovqat yemaslik chidashimiz kerak. Ya'ni mashaqqat chidashimiz kerak-da. Agar shunaqa bo'lsa va undan keyingisi o'sha qadriyat to'g'ri kelsa, produkt yaxshi bo'lsa, uchinchisi shu filtr pul bo'lsa, ya'ni ham marketingga, ham sotuvga, ham bosh bo'lim tikish tayyor bo'lsa, bo'ldi, biz ishlaymiz. Endi bizda ham filtrlar bor, shu san aytgandek brief qilamiz boshqa, lekin odatda bu xuddi kelin tushirishga o'xshaydi. Boshda zo'r bo'ladi, bir oy, keyin haqiqiy yuzi ochilishni boshlaydi, qiluvlari chiqishni boshlaydi. Shuning uchun ham endi men o'zim ko'p aytaman, masalan, shogirdlarga ham boshqalarga. Agar sezib qolsak, bunaqa loyihadan tezroq chiqib ketish kerak. Masalan, qanaqa biznes egalari bilan men ishlamaslik kerak deb o'ylayman. Birinchisi, operatsion ishga aralashsa. Masalan, xirurg chaqiryapti-da, o'zi bemor menga manaqa tikkan deb turib, masalan, xirurgga aql o'rgatsa, agar o'zi bilganda, uni o'zi qilish kerak edi degan. Ikkinchisi, produkt ustida ishlamasa. Bu parashyuti bor, faqat teshik. Davay ketdi, sakraymiz deydi. Bunaqa bizneslar bilan ham parashyut bo'ladi-da, qizig'i. Bunaqa bizneslar bilan ham uzoqqa borib bo'lmaydi, chunki produkt tufti, o'sha o'zi aytganingda. Uchinchisi, pul tikmasa, bunaqalari ham bor. Bizani olib kelib qo'yadi-da, keyin dальше bo'lish bilan zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Bu yoqda o'sha budjet degan narsa bor-ku, marketing budjeti, har bitta mijoz narxi bor. O'sha narsasiga chidolmaydi. Oxirida keyin fail bo'ladi. Endi bir ikkita shunaqa holatlar bo'lgandan keyin o'sha sezamizmi? Sraz bunaqa bizneslardan sekin orqaga qaytishga harakat qilamiz. Perfeksionist bo'lsa. Unaqa juda qiyin. Mana biz o'zi uspeshni bo'lgan loyiham har doim qarasam, mana shu aytgan narsalarning yo'q-da. Shunga uspeshni bo'lgan. Biznes egasi biz kelamiz-ku. Biz o'z shartnomada har doim CEO bo'lib kiramiz-da. Ya'ni bizga juda ko'p do'st bilan berish kerak-da, bo'lmasa bo'lmaydi. Kelishib hamma narsa aralashish kerak. Biz oddiy misol aytaylik, bitta yaqinda tadbirkorda PM ga totgan ekanda, sotuvchilar zapisini tashlab berdi. Endi tasavvur qil, u tadbirkorda bir nechta bizneslari bor inson, u zapis eshitib o'tirsa, bizga va jamiyatga ko'proq foyda olib keladimi yoki boshqa ish qilsanmi deyman-da. Men unga yo'q desam prinsip qo'yman, borib keyin aytdim-da, bolalarga aytdim, borib aytasan, unaqa deysan. Aka, nima deb o'ylaysiz? Mana hozir nima qilsa yaxshi bo'ladi bizga deb miyasini yu. Sanab bersin 1-2 narsani-da. Sanagandan keyin qaysi birini siz qila olasiz hozir? Falon narsani qila olaman. Nima xalaqit beradi qilishingizga? Falon narsa. Biz ham yordam bera olamiz shunaqa. Endi shuncha vazifa turganda sizga zapis tashlab berish qanchalik muhim deb aytsang, o'zi so'raganda uyaladi u. Ya'ni u shu nuqtamiz emasligini biladi, deyapman-da. Xuddi anaqaga o'xshaydi bu. Moliyachiga qara nechta 2000talik, nechta 10 mingtalik tushibdi. Foydasi yo'q biznesga buni, to'g'rimi? O'sha tushunma ko'rish kerak-da. Shunga operatsionga aralashadigan bo'lsa, bu yomon signal bor aslida. Shuni aytishimdan chiqdi. Eng yomon signal bu sekin o'sha yo'q kelish kerak, aralashmadi. Aralashadigan bo'lsa, o'ta exit qilib olish kerak tezroq. Endi mana konsaltingda o'zi bu agentство bo'ladi, marketing bo'yicha, sotuv bo'yicha ham tizimlashtirishmi? Bizning biznes modelida odatda bitta loyihani o'zi bilan ishlash o'zini oqlamaydi. O'zi nimaga outsourcedan bizneslar chaqiradi? Ularga o'ziga in-house olgandan ko'ra ham vaqtdan yutadi, ham odatda mablag'dan yutadi. Chunki juda ko'p odamlarni olish kerak edi, shu sanda bor. Endi biz ko'proq bizneslar bilan ishlashimiz kerak. Bir nechta bizneslar bilan. O'zi bu sohada maktablashsa bo'ladi deb o'ylaysanmi? Eng ko'pi nechta loyiha bilan ishlagansan? Marketingdan, sotuvdan? Sotuvda. Xo'p, masshtab qilsa bo'ladi, lekin shu aytayotganimda uzoq muddatga tayyor bo'lib kirish kerak-da. Misol uchun qanaqa tushuntirsa bo'ladi buni? Misol uchun men tasavvur qil, bir vaqtda o'zida 4 ta bola tarbiya qila olmaymiz-ku, to'g'rimi?
xohlasam birinchi bola baribir shu yerda bo'ladi-da. Unda ko'p narsa test qilinadi, osh narsa qilinadi. Sotuvda ham shunaqa deb o'ylayman. Kim masshtab qilgan bo'lsa bizning sohada har doim fail bo'lgan. Nimaga desa, men o'zim ham mana birinchi kirganimda, birinchi yilda 3 ta loyihamda ishlaganman boshida-da. Nimaga desa, produkt yagacha polni yozib chiqqanman, bolalarga o'rgatganman, bajarib ko'rganman, xatolarni to'g'rilaganman, keyin qilganman. Meni nazarimda masshtablashsa bo'ladi, lekin uzoq muddatda. Misol uchun 1 yil bo'ldimi, biz 10 ta loyiha yapdikmi, endi ikkinchi yilda biz 20 ta loyiha yapa olamiz. Ya'ni har bitta PM 2 ta loyiha bera olamiz. Unda lekin baribir ham qanaqadir chegara bor baribir. Chegara bor va nima qilyapmiz desa, bizni qayerda bizda bajar chiqishi mumkin, qayerda bizda fail bo'lishimiz mumkin, qayerda to'xtashimiz mumkin, o'sha yoqqa biz yordamchi integratorlar qo'yamiz. Integrator degani, ya'ni CRMchilar emas, o'sha bo'limlar bu bo'lim bog'lab turadigan inson. Misol sifat nazorati qo'ydik. Sifat nazorati AI uladik endi. Raqamlashtirdik. Juda chuqur optimizatsiya qildik. Inson faktor kamaytirgan darajada. Uni qildikmi, endi bo'ldi biz boshqa loyiha olamiz. Mana shu bo'lsa, optimizatsiya, raqamlash dashbordimiz, tizim, AI va sifat nazorati. Mana shu 5 faktor yopildi. Endi ko'ramiz shu 5 faktor bilan biz qanchalik sifatli yopa olamiz. Menda mana bunaqa narsa borki, mana ko'p konsultant gaplashib bilasan, ikkita tarif qo'ygan har doim. Men bo'lsam bunaqa summa, men bo'lsam bunaqa summa. Bizda unaqa tarif вообще yo'q-da. Mani boshqaruv metodim qanaqa? Men har doim koordinatsiyada o'tiraman. Mana Cambridge ham boshqa biznesda hammamiz biz shunaqa bo'lgan. Bizda PM ishlaydi. Men to'g'ridan-to'g'ri PM boshqaraman. PM ro'pi boshqaradi, ro'p tizimni boshqaradi. O'shanda biz ertaga PM chiqib ketsa, ro'p hech nima bilmay qolmaydi-da. Mani vazifam PM burunat o'qib qolmasin, noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ymasin. Qaror qabul qilishdan oldin ko'p faktorlarni birga ko'rib chiqaylik. Bo'ldi. Mana mana shu 3-5 yil bo'ldi. Bo'ldi. Shunga ham biznesga ketaman, men yo'qman haqiqatda. Mani vazifam shu. Rozi bo'lsangiz mana 1 2 3 4 5 6 biznesda chotki bo'lib, palonchi o'sdi, o'saman siz keling. Misol men 100 ming dollar beraman desam, men kirmayman. Nimaga? Chunki men kirsam, kirmasam yaxshi bo'ladi-ku. Men ya'ni boshqarib bo'lsam yaxshi bo'ladi-ku. Shunga hozir mana shu metod ishladi, masshtab qilsa bo'ladi, lekin 2x ga-da. Ya'ni ko'p ko'radigan bo'lsa, aniq sifat tushadi, biznes norozi bo'ladi, o'z-o'zidan keyin boshqa konsaltingga o'xshab bozorga chiqib ketishga to'g'ri keladi-da. Yaqinda bitta maqola o'qigandim. O'zi masshtablashtirib bo'lmaydigan bizneslarning ichida konsalting bor ekan. Xuddi shunaqa. Nimaga deydigan bo'lsa, bu shu aytganingda baribir tizim bo'lgani ham yaxshi, lekin bu yerda miya boshqaradi-da. Inson omiliga bog'liq. Endi sotuvda-ku ko'proq tizimlashtirsa bo'ladi, lekin marketingni sal qiyinroq. Chunki biz kreativ bilan ishlaymiz. Biz testlar qilishimiz kerak, alishtirib turishimiz kerak. U target kreativlarning o'zi bo'ladimi? G'oyalar. Ya'ni o'ta g'oyalarni inson o'ylaydi. Uni tarbiya qilsa bo'ladi. Masalan, bizda ham ichki akademiya qilib qo'yganmiz. O'zimizda mentorship bor. Masalan, 1 yilda 2 marta qilamiz. U ham akademiya sifatida ishlab beradi. Lekin baribir ham menda lekin juda katta imkoniyat bor. Misol 100 ming obunachi bo'lsa, agar hozir to'liq nima deydi, fokusimni biznes egalariga qaratadigan bo'lsam, bemalol 50-100 ta loyiha qilib qo'ya olaman. Lekin ko'ryapman, bu yerda reputatsiya yotibdi eng birinchi o'rinda. Keyin ikkinchi o'rinda bu yerda o'sish tez bo'lish kerak emas. Shu aytganingdek, shu pajar chiqadigan hamma teshiklarni hammasini yopib, sekinlik bilan, shuning uchun o'zimizga strategiya qilib qo'yganmiz. Masalan, hozir 2-yil tugayotgan bo'lsa, agentsiyamiz 1-yil 10 ta loyihaga olib chiqa olamiz dedi. Ya'ni 2-yil 20 ta, hozir 25 ta loyiha bilan ishlayapmiz. Ya'ni keyingi yilda 30 taga olib chiqamiz. Ya'ni 3 yil ketyapti. Uzoq muddatda deysiz. Ha, uzoq muddatda. Xuddi shunaqa. Uzoq muddat qilsa bo'ladi. Lekin ko'rdim, masalan, yaqin muddatda loyihalar olib chiqib, o'zimiz o'quvchilarning o'zida ham masalan, soch, men o'ylayman, soch eng oson. Eng oson to'ppa. Chunki bizda yaxshi mutaxassis bo'lmagandan keyin og'riq katta, shu yaxshi portfolio bo'ladigan bo'lsa, og'riqqa yechim bera olsa, sotaversa bo'ladi. Lekin uning keyin natija qilib berish mana shu joyda keyin reputatsiya tushib ketadi, ko'p agensiyalar ham shunga olib ketdi. Endi bizda ko'p agensiyalarni bunaqaga o'xshaydi. Bilasan, arab tili markazlari zo'r bo'lmaydi har doim. Chunki ustoz chiqib biznes qiladi-da. Ustoz ustozligini qilsa, tadbirkorligini qilsa yaxshi bo'ladi-da. Nimaga boshqa faktorlar yo'q, boshqa o'quv markazida ko'p tadbirkorlar asos solgan bo'ladi-da u yerda. Keyin bitta zo'r narsa-da, mana qara, kimni yetishtirish qiyinroq? Marketologmi, sotuv tizimlashtiradigan insonmi, doktormi, xirurg deydi-ku. Kimni qiyinroq yetishtirish? Menimcha xirurg bo'lsa. Xirurg. Necha yil vaqt ketadi hozir xirurg bo'laman desa? Kamida 10 yil boshlang'ich ana shu. Nimaga Hindistonda xirurglar muammo yo'q? Ular boshdan boshlagan. Uzoq muddatda qilganda, lekin top bo'ldi-da. Demak, mana kimni mas'ullashtirish qiyin? Konsaltingmi, klinikami? Klinika deyman har doim. Chunki u inson anaqasi bor-da, juda katta xavf bor-da. Konsalting xato qilsang, pul yo'qotar, lekin bu yerda inson yo'qolyapti-da. Любой qonuniyatga to'g'ri kelmaydigan narsa-da. Demak, mana uzoq muddatda bizda benchmark bor. Klinikalar kattalashib kengayapti, yaxshi doktorlar chiqyapti, lekin uzoq muddatda. Shunga uzoq muddatda kirishga tayyor bo'lsa inson kirish kerak. Keyin bitta savol har doim o'ziga berish kerak. Mana hozir mana xuddi sen aytayotgan narsa, biz Cambridge bilan ishlayotganimizda hisoblab chiqdim, potensial 12 ta bizaga 15 ming 20 ming dollar to'laydigan loyiha atkaz qilganmiz. To'laydi, bemalol. Bu degani 10 tasini olsam ham 200 ming dollar degani-da. O'zi shu savol berish kerak.
Men shu narsani o'zimga ravo ko'rarmidim, biznes egasi bo'lib turib. Tasavvur qil, mana sen tadbirkorsan, men senga sotuv xizmatini olib kelyapman. Yoki men tadbirkorman, sotuv xizmatini olib kelyapsan. Men bilyapman, seni 500 dona bolang bor va 12 ta loyihang bor. Ishlashga rozi bo'lasan? Bo'lmaysan. Bo'l. O'zingga ravo ko'rmayapsan, bo'l, unga ravo ko'rma. Bo'l, mashq qoidaga juda qattiq qarash kerak. Nima aytdim? O'zim tadbirkor bo'lganman, shu og'riqdan o'tganman-ku. Men qilarmidim, qilmasdim. Bo'l, Cambridge. Bo'l, hamma bolalar shu yerda zaynat bo'ldi. Men yopganimizdan keyin men hozir 3 ta loyihamiz bor, aktiv. Bo'lmasa kunora chiqadi, 5000 подписчик bo'lsa ham kunora chiqaveradi. Endi sen tasavvur qilma, menimcha ob'em juda katta bo'lsa kerak-da. Shuning uzoq muddatli kirmoqchi bo'lsa, tayyor bo'lsa kirsin. Lekin mutaxassis bo'lgan, ustoz bo'lib turib, tadbirkorlik qilaman desa qila olmaydi. U chunki mutaxassisda, u marketing zo'r qiladi-da, jamoa boshqaruvi, org, hamkorni rozi qilish, boy qadriyat masalasi. Ya'ni mana bunaqa narsada o'ylayman, boshqaruvchilar ham ne'mat-da, u yuqtirilgan bo'lishi kerak va bunga loyiq bo'lishi kerak inson. Ya'ni hamma ham boshqaruvchi, hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Zo'r kadr bo'lsa, zo'r kadr bo'lib, pul topsin, halol bo'lsin, jamiyatga o'ziga foyda olib kelsin, bo'l. Tadbirkorga qo'yib bersin. Endi menda yana bitta anaqa ham bor, balki bilmadim. Mindsetimda, misol, men marketolog bo'lsam, faqat marketologlar marketing agensiya ochsin degan fikrdaman. Nimaga deydigan bo'lsa, biznesmenda odatda ko'proq raqamlar bilan ishlaydi va uni oxirgi raqami shu biznes katta foyda bilan chiqishi va kara o'sib ketishi. Unda masalan natija bo'lyaptimi, endi reputatsiya o'ylaydi-ku, lekin baribir marketologchalik o'zini reputatsiyasini o'ylaganchalik o'ylamaydimi degan fikrdaman. Chunki men o'zim bozordan ko'p ko'rganman, как biznesmen pozitsiyasida agensiya ochib turib, reputatsiya juda buzilib ketgan anaqalar ham ko'p. Men biznesmen sifatida ochmoqchi emasman. Mana men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Agar mana boyga narsada, agar uni qonida, soft skilllarida, boshqa narsasida tadbirkorligi, moyillik bo'lsa, mana bunaqa narsada, men har doim qarshiman eng yaxshi sotuvchi boshqaruvchi bo'lishini. Tushunasizmi? Demak, u zo'r sotaversin-da, unda boshqaruvchilik skillari yo'q. Men o'zim qilgan xatoim nima? Eng zo'r sotuvchimni ro'p qilib qo'yganman-da. Iltimos qilaman sotuvga qaytay deb. Nimaga aytsa, xodim bilan ishlashda, boshqaruvda, qaror qabul qilish juda katta muammosi bor. Nimaga? Uni tanasi unga moslashmagan. Ya'ni uni miyasi, boshqaruv anaqa saviyasida, ya'ni Ferrari'ni cho'lda haydayapmiz-da, tushunasizmi? Qiyin-da bu. Ferrari'ni asfaltda tekis yo'lda haydashimiz kerak-ku. Mana senda bormi? Shu boshqaruvchilik qobiliyati, soft skilllarmi, shu narsa bormi? Qilsin tadbirkorligini. Sen hozir hozir loyihada borib piyimli qolsan? Yo'q. Sen chunki o'sha marketolog sifatida sohaga kirib, tadbirkorlik sohaga ketgansan. Endi sen to'g'ri marketologni topib, qadriyatning orasida komanda qurib boshqaryapsan. Bu eng ideali shu. Yomoni nima desang, u inson zo'r marketolog bo'ladi. Endi men agensiya ochishim kerak ekan deb taqqa ochib oladi. Bo'ldi, keyin fail bo'ladi. Shuning uchun har doim aytaman, sohaga kirayotganda bitta so'z обязательно ushlash kerak. Kurs o'qib olib bo'lmasdi, ustoz o'sha maslahat ol. Ustozman yillab yo'llar aniq qisqaradi. Men 6 yil reyatib o'tgan vaqtim bo'lsa juda aniq qilaman-da. Alhamdulillah nolimayman, lekin qaniydi bitta ustozim bo'lsa edi o'sha payt, shu xatolarimni aytsa edi oldindan, men ustozga pul to'lab, xatolarni sotib olardim oldindan-da. Shu vaqtim oilamga, rivojlanishimga yoki shaxsiy rivojlanishimga, bilimimga pul tikib boshqa narsa qilsam bo'lardi deyman-da. Endi shu yerda zo'r insight oldim keyin. Har bitta ishda hikmat bor deymiz-ku, bilasan? Men qiladigan xatom nima ekan? Har bitta ishda hikmat bor derkanman-da, hikmat qidirmas ekanman. Bo'ldi. Xato bo'lsa hikmat bor deydi, ketaverar ekan. O'ylaymiz. Topish kerak ekan, o'sha hikmatda, tushunasizmi? Men shu hikmat topgandan keyin men demay deb keyin mana shu oxirgi 2 yilda oyiga 10x ham moliyaviy, ham shaxsiy, hamma tarafdan o'sib boshlandi-da. Zo'r. Endi yana bitta anaqa keladi bu yerda. Hozir maktablashtirish haqida ketyapti. Mayli sekinlik bilan uzoq muddatda maktablashtirish to'g'ri ekan konsaltingda. Lekin men o'zimga juda ko'p savol berishadi, nishalashish haqida. Ya'ni bitta nishani ushlab, faqat shu bo'yicha loyiha olganimiz yaxshimi yoki har xil nishalar bilan ishlaymi degan narsani aytishadi. Bu bo'yicha qanaqa qaraysiz? Bu savolning javobi 2 kerak to'g'rimi? Ya'ni aniq emas-da. Nishalasa ham bo'ladi, nishalasa ham bo'lmasligi mumkin. Ko'ramiz, nishada kimdir yaxshi bo'lsa, faqat shuni olib ketadi-da. Misol uchun menga ko'pchilik aytadi, siz demak ta'lim sohasida ekansiz deydi. Nimaga aytsam, qarasang keyinsan hammasi ta'lim sohasida. Lekin chuqurroq kiradigan bo'lsak, ta'lim sohasi bo'lganim bilan hamma sohada birinchi bo'lganmiz. Ya'ni qanaqa? Tovar biznesida Riyadda mana birinchi kesim bo'lgan. Lekin $1 million oborotga chiqqan. Outsource call center birinchi kesim bo'lgan, $1 million oborotga chiqqan, 40 loyiha yapganmiz. Cambridge o'quv markazi katta biznesda birinchi kesim bo'lgan, yaxshi natija bo'lgan. Yoki maktab, birinchi maktabim bo'lgan, yaxshi natija bo'lgan. Mana shuni xulosa oldimki, agar sen produkting, sen tiziming, sen kuching boshqa biznes tushayotgan bo'lsa, qilur, why not? Qilish kerak. Lekin yo'q, men faqat mashinada zo'rman, boshqasi men fokusim yetmaydi. Sen bitta qilishing kerak. Bu ko'proq kimga mossang, ana bitta ishni bersang faqat bittadan zo'r qilib beradigan bolalar bor-ku. Agar sen jamoaviy o'zing shunaqa bo'lsang, nishalashing kerak. Lekin sen bir vaqt o'zida har xil biznesga moslash uchun, o'zgaruvchan, ko'nikuvchan bo'lib, produkting mosla olsang,
va komanda shunga tayyor bo'ladigan bo'lsa, qolgan nishalarga ham kirib, menimcha yaxshi natija qilsa bo'ladi bemalol. Nishalash bo'yicha men treyderlardan yaxshi o'rnak olganman-da, bilsang, treyderlarda portfolio degan narsa bor. Ya'ni faqat bitta biznesga tikmaydi-da, aktivini sota olmaydi. Masalan, oziq-ovqatdan oladi, yana boshqa har xil sohalardan oladi-da. Mabodo masalan urush bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir sanksiyalar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa paytda bittada hamma narsani yutqizmaydi-da, faqat bitta tomonni yutqizadi. Xuddi shunaqa bozorda ham baribir o'sish, pasayish degan narsa bor. Masalan, mana nedvijim sohasini aytadigan bo'lsak, karantin payti o'lib qoluvdi, karantindan keyin vashshu zo'r bo'lib ketdi. Hozir yana ozgina tushdi, narxlar tushdi. Shunga o'xshab o'ynayapti. Masalan, agar men faqat nedvijimda bo'lsam, deylik sotuvlarim bu yil yaxshi bo'lmasdi. Shuning uchun ham biz o'zimizda qanaqa strategiya har xil loyihalardan olamiz. Endi nishalashmaslik deganda endi har xil masalan 100 ta nisha bo'lsa 100 tasidan olmaymiz. Masalan, ishlab chiqarish, retail, keyin xizmat ko'rsatish, shunga o'xshagan 4 ta 5 ta yaxshi nishalarni olganmiz. Mabodo qaysidir tomonida savdo yaxshi bo'lmasa, umuman bozor quliydigan bo'lsa ham, bizda boshqa tomonlari bor. Va ikkinchi tomonda portfolio jihatdan biz tayyormiz. Misol uchun, o'zingda masalan bo'lgan bo'lsa kerak, deylik hozir bitta boshqa ishlab chiqarishga borasan-da, hamma anaqangni ko'rsatasan, masalan, ta'limdagi boshqaligida, keyin oxirida aytadigan narsasi ishlab chiqarishda tajribasi yo'qmi deydi. Xuddi shunaqa tajriba bo'lish uchun ham, ya'ni maktablashish uchun ham bu narsa kerak. Keyin uchinchi ko'radigan narsam, odatda endi maktablashayotgan paytda kattaroq kompaniyalar bilan ishlaging keladi, chunki katta chekka kattaroq kompaniyalar bera oladi, lekin nishalashib oladi ko'p agentstvalar, deylik oziq-ovqat sohasi bo'lsa, faqat bittasi bilan ishlay oladi. Qolganiga followerlar, ya'ni kichkina bizneslar bilan ishlaydi. Shuni hisobiga ham men o'zimiz strategiyam nishalashmaslik. Shunda ham 3 ta 4 ta ikigayni topib olish kerak o'zini. Qaysi sohalarda zo'r qila oladi, qiziqish bor, o'sha sohalar bo'yicha 4 ta 5 tasini tanlab, shunaqa bizneslar bilan doimiy ishlash tarafdoriman. Misol uchun mana sizlarda ham shunaqa aytayotgan loyihalar bor. Misol uchun bizdan sohada birinchi marta ishlashsa ekan, ikkilanganda, kirgandan keyin zo'r bo'lib ketgan. Zo'r qolgansan o'zing. Bizda B2B sohada xuddi shunaqa narsa bo'lgan. B2 ERP degan tizimga kirayotgan paytimizda startap bilan ishlamagan ekansizlar, keyin B2B da ishlamagan ekansizlar deyishgan, lekin natija zo'r bo'lgan. Masalan, biznes 1 yil ichida почти yopiladigan darajada edi biz kirgan paytimizda. Umid bo'lib kirganmiz. 1 yilda $5 million ga baholandi. Shu aloqa venturesdan keyin $300 million anaqa olishdi, venture olib turib, hozir yana darsi kompaniya kattalashib ketyapti. Mana, demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bizni shu biznes kirmaganimizga asosiy sabab bizni hali ishlab ko'rmaganimizda, to'g'rimi? Ya'ni men xulosa qanaqa qildim? Nimaga ko'pchilik nishalashib oladi? Chunki ularda produkt chablon ekanda. Ya'ni bu produktni boshqa qo'yib ko'ra olmaydi. Misol uchun, u qilayotgan harakatini faqat o'zining oshxonasida qila oladi. Faqat shuni oshxona bo'lsa kerak. Bor, o'choqda qilgancha kuydiradi faqat. Tushunyapsizmi? Demak, sanda ham shunaqa ekan, ya'ni tadqiqot qilish, tahlil qilish, analiz qilish qobiliyati bo'lganligi uchun boshqa biznesga produktni moslab keta olasan. Shunaqa. Demak, produktni moslab keta olsa, ishlavish kerak ekan, moslab ketamiz, nishalash kerak ekan-da. Endi o'zi bundoq qarasa, marketingga o'ziga bittada. Yaxshi tadqiqot qilinadi, mijozi orlarni bilib olinadi, nimaga sotyapti, nimaga sotolmayapti, ya'ni kazib qilinadi, raqobatchilardan ustun tomonlari bilinadi, ya'ni bu yerda UTPlar ishlab chiqiladi. Bu shu bilan yaxshi produkt faqat biznes tomon nima deydi, ishlab chiqishga yordam bera oladigan bo'lsa, bu shu bilan u yog'iga endi kanallarni tanlab turib, to'g'ri kommunikatsiya qilinsa bo'ladi. Ya'ni o'zi bitta, bizneslar prosta boshqa bo'ladi. Lekin men o'ylayman, shu saviya muhim baribir. Chunki men misol uchun olaylik, shunaqa bormi, kazibda tadbirkorlar qilgan kaziblar? Tadbirkorlar bilan qanchalik oson qiyin bo'lgan qilish. Ya'ni o'zimiz ishlayotgan biznes egalari bilan. Misol uchun tasavvur qil, mana o'quv markaziga borsang, o'quvchilar bilan qilasan, oson-da, ular bilan kazib qilishda. Endi sen bording, seni mijozing katta pul bor tadbirkorlar. Ular bilan juda qiyin. Endi mana seni saviyang, seni muzokara qilish qobiliyatlaring juda muhim-da. Men o'ylayman, bitta kichkina agentsiya borsa qila olmaydi. Shuni. Kazib kerak emas, boshlayveramiz deydi, boshlayveradi-da. To'g'rimi? Ya'ni odatda biznes egalari o'zi tomonga tortib ketadi, ya'ni produktni biz tashlaydi. Bizga kerak emas edi. Biz menda shu keyslar bo'lgan, masalan, men biznesimni zo'r bilaman. Men mijozimni 5 qo'limdek bilaman degan, lekin kazib qilgandan keyin men mijozini bilmayman. Odatda raqamlar ham anaqa miyada o'ylab topilgan bo'ladi. 50% mijozim deydi, 18 yoshdan 25 yoshgacha deydi, lekin agar sonni ko'taradigan bo'lsa, bu narsa yo'q. 7 yosh, 70 yoshgacha. Mana shu o'ylayman, mana shu saviya, muzokara qilish, boshqa ko'p faktorlar topilsa, men o'ylayman, bu sohada ishlasa bo'ladi. Mana men o'zim shunaqa deyapman. Men bosh ta'limda yaxshimiz deb o'yladim. Qarasam, har bittagina loyihamizni birinchi ekanmiz. Ya'ni birinchi bizning portfolimiz ekanda, lekin hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, demak, 1-2 faktorlarni topib oldik biz.
qolgan lubbo biznesga kiraverayotganmiz. Mana hozir muzokara davom ettiramiz har xil bizneslar bilan. Ular birinchi san'at, bu yerda ham birinchi edim. Mana bu yerda ham birinchi, mana bu yerda ham birinchi edim. Lekin yaxshi natija yaxshi bo'ldi. Shuning uchun bizda 1-2 faktor bo'lsa, biz kiraveramiz degan prinsip qoldi o'zimizga hozir. Demak, masalan, yosh ko'rayotgan mutaxassislarga ham shuni umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ishlatayotgan instrumentini shablon sifatida emas, mohiyatini bilib olsa, To'ppa-to'g'ri. undan nima olishini tushunib olsa, istalgan biznesga uni moslashtirib olsa bo'ladi. Shunaqa, to'ppa-to'g'ri. Undan doktor ham yo sen qora tanligansan, men oq tanlik davolaganman, sen tomiringni topa olmayman demaydi. Xuddi shunaqa mana doktorlar eng ko'p og'rigan masala shu-ku, yoki bizda misol aytaylik, klinikaga bordikda, rentgen qilamizda. Nimaga aytsam, chunki men faqat rentgen o'qolayman-da, deyapti. Ochu, 50 dan oshgan kishida MRT ni olib kelsang, mandaq joyga borib qildirib ketyapti. Chunki MRT ning liniyasi har xil bo'lar ekanda. U nishalashib qolganda, yoki eskirib qolgan bilimlarida, lekin mohiyatini tushunib olsa, nimani qanaqa o'qish bilib olsa, bo'ladi, lubbo narsa qila olaydi-da. Xo'p, endi как раз shu nishalar haqida gaplashayotganimizda, endi ko'pchilik, men o'zim ham ko'raman, nimaga asosan ta'limda, nimaga asosan biladiganasi qilsa bo'ladigan biznesda ishlash, chunki oson. Даже hozir endi oxirgi paytlarda targetlar ko'payib ketdi-ku, lekin 1 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, deyarli kamchilik target yoqardi yoki bilardi. Shu hisobiga bitta yaxshi target bo'lsa, produktni prosta shuni oddiy produktni o'zini ochib berilsa ham kreativda shu bilan sotuv bo'lib ketavergan. Shuning uchun men o'zim ham ko'p ko'raman, mutaxassislar chiqib keladi-ku targetda boshqada. Asosan ta'lim yo'nalishida yoki lidga narsa qilsa bo'ladigan yo'nalishda bo'ladi-da. Endi boshqa yo'nalishlar bor, masalan, ishlab chiqarish, distributsiya orqali sotiladigan tovarlar. Shunaqa bizneslarda o'zi sotuv bo'limini o'rni qanchalik muhim? Nima qilib bera olasizlar sizlar? Sen endi hozir aytayotsan-ku, shunaqa sohada ko'p deyapsan-ku, bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Taqdir algoritmi Instagramga o'xshaydi-da. Instagram nimani ko'p qilib surash chiqib turadi-ku. Hayotda ham sen nimani ko'p ko'rsang, shu narsa ko'p kutilaveradi. Tushunasizmi? Misol uchun mashina olding-ku. Shunaqa mashina ko'payib ketdi, to'g'rimi? deb o'ylaysan. Hozir samolyot olsang ham samolyot ko'payib ketdi deysan. Nimaga? Nimani ichida yursa shu ko'p narsa chiqaradi-da. Shunaqa o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Bizda aytayotgandek nishalashmaganmiz. Istalgan biznesga borib o'zimiz xizmat ko'rsata olamiz, lekin tanlayotgan o'sha boyagi faktorlarda biznes egasini filtr qilib, bizdan produkt qanchalik qiymat bera olsa kiramiz. Shunaqa bizneslar bor, bizga ochib aytaman, shartnomamiz $100,000 qiymatlanganda. $100,000 beraman, ma'lum chiqsa 200,000 beraman deganda ham biz ko'rgan yordam bera olmaymiz. O'sha boyagi masala produkt jihatidan to'g'ri kelsa ishlaverish kerak-da. Ishlaymiz. Misol distributsiya bilan ishlamaganmiz, nimaga aytsa, birovga qanaqadir yomon gapirish emas, ko'p distributsiya bilan muzokara qilganda hali saviya tizimlashishga, avtomatlashishga tortmaydi-da. Unga son nima kutadi sendan? Nima qilib berasiz, shefim? Akam, jigarim nima qilib berasiz deb u sendan kutadi, kelib sodan yoraverasan-da. ERP qo'y, CRM qo'ysang-chi, mana 60 yildan beri bozorda ishlayman. Mana daftar, mana shu daftarda $50,000 bo'lib turganman. Nima qilasan ERP deydi. Ya'ni unaqa insonlar bilan ishlamaymiz. Shunga distributsiyada balki kirmayotgan bo'lishimiz mumkin. Mana qara, misol uchun mana hozir gaplashayotgan bizneslarni orasida ko'rasizlar, bizlar ko'proq lidgeneratsiya bilan ishlaydigan yoki performansga yoki to'g'ridan-to'g'ri sotuvchi mijoz o'ziga B2C yo'nalishda ko'proqda, B2B ham juda kam bo'lsa ham. Sotuvda boshqacha. Sotuvda mijoz o'z bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmasang, sotish qiyin-da. Ya'ni qanaqadir billboard boshqa narsadan kutib o'tiradigan bo'lsa, sotib bo'lmaydi. Marketingda qanaqa shu? Misol uchun mana lidgeneratsiya qilgan bizneslar ham bor. Qanaqa yordam bera oladi marketing bilan sotuvni oshirishga yoki mijoz jalb qilishga? O'zi biz shunaqa bizneslar bilan ham ishlashni yaxshi ko'ramiz. Nimaga desa, bu yerda konkurensiya juda kamda. Masalan, boshqa ko'p marketologlar bunaqa bizneslardan qochadi. Nimaga deydigan bo'lsa, chunki bu yerda target yoqib turib, tayyor mijoz olib kelib sotib olmaydi. Masalan, Crafers oladigan bo'lsak, biz o'ylaymiz, endi mijozi mana oddiy 7 yoshdan 70 yoshgacha tishi bor odam shu pichining ishlay olsa, Crafers mahsulotini yolaydi. Lekin bu yerda ko'pchilik ko'radi B2C biznes deb o'ylaydi. Bu biznes o'zi B2B BC biznes. Shunaqa bizneslar ham bor, ya'ni struktura jihatdan, ya'ni Crafers birinchi dillerga sotadi. Diller uni agar sub diller bo'lsa, sub dillerga, keyin agentga beradi. Agent uni keyin olib borib do'konga beradi, keyin do'kondan oxirgi potrебитель sotib olish kerak. Bu yerda varonka juda ko'p odamlar haqida qayg'urish kerak bo'ladi. U shunaqa jihatdan ancha qiyin. Men o'zimda yaxshi tajriba bo'lgan, Crafers ishlaganman, Hermes ishlaganman. Mana shu narsa yaxshi tushunganim uchun distributsiya bizneslarini biz shunaqa bizneslar bilan ham ko'p ishlaymiz. Bu yoqda ham brend marketing ketadi. Bu yerda oxirgi mijozni ham ko'ndirishimiz kerak, lekin undan tashqari ham o'rtadagi hali BBB mijozlarni hammasini ko'ndirishimiz kerak-da. Dillerga trade activistlar,
agentga, ya'ni ularning o'zini KPI bo'ladi. O'sha narsalarning ustida ishlaymiz. Mana shu narsa sekinlik bilan savdosini oshiradi. Lekin bunaqa bizneslarda 2x, 3x qilish qiyin. Masalan, oldin ham ko'p aytganman bu narsani. Biz bor kuchimiz bilan harakat qilamiz va biznes 10% ga o'sadi. U mana bu stabillik muhim, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Stabil. Oboroti, tovar oboroti, AKBlar ko'proq muhim. Ha, lekin unaqa bizneslarda ko'pida o'sha aytgandek mindset sal eskicharoq bo'ladi. Ular odatda qanaqa bo'lgan, oldingi tizimni bilsang, bitta produkt ishlab chiqarasan, televideniyaga berasan, aylanadi shu Zo'r TV, yaxshi kanallarda bo'lishi bilan продажа bo'lib ketgan. Lekin hozir bu narsa o'zgardi. Mana Tareto degan loyihamizda ham xuddi shunaqa ishlashardi. Biz mindsetni o'zgartirdik. Mana hozir digitalga o'tkazdik. Digital masalan почти 3 barobar arzon tushyapti ularga, umumiy kost jihatdan. Lekin mana shu yozda ham chip savdosi bo'lsa tushib ketadi o'zi unaqa. Chunki chanqatadi, unaqa narsalar uncha tortmaydi. Lekin savdosida o'zgarish bo'lmadi. Ya'ni stabil o'sha bahorda, kuzda qanaqa savdo qiladigan shu narsani ushlab tura oldi. Endi bu yerda men o'ylashim bo'yicha bir nechta omillarga bog'liq, ya'ni to'g'rimi? Agentga, keyin do'konchiga, klientdan keyin kirgandan keyin shu narsa qidirishi, topishi. Bu yerda anaqa PSM degan narsa ham bor, post of sales material, ya'ni do'kon kirgan paytda uni ko'z tutish kerak, yaxshi joy tanlash kerak, keyin ranglarni ketma-ketligi, merchandising, shunga o'xshagan juda ko'p faktorlar bor. Uje oddiy masalan marketing bo'yicha baza bo'lib turib unaqa sohada ishlab keta olmaydi. Yo'q, shu sohadan chiqqan bo'lish kerak yoki juda chuqur kirgan bo'lish kerak. San endi mana background shu narsa bo'lganligi uchun qilyapsan. Shunaqa. Bizda mana shu narsa, distributsiyaga nima kirmaymiz, ko'pincha ulug' sotuvga ehtiyoj yo'q deydi o'zi. Yaxshi ana shu anaqa kommersik direktor bo'lsa yoki yaxshi marketing bo'lsa, o'zi tortib keturadi. O'sha korzinga sotib bo'lim yo'q-ku. To'g'rimi? Lekin marketing, ichidagi shu merchandising shular orqali mijoz jalb qilishadi. Biznes turiga qarabdi. Shunga ima kirayotganini har doim qarayman-da, qancha darajada biz unga qiymat bera olamiz. Bo'lmasa men marketing tavsiya qilaman. Misol uchun quyosh panellarini ishlatinglar-ku. Mana o'tda ham biz aytdik, bizga kerak emasmi sizlarga? Shartnoma qilamiz turishganda, bizga sizlarga marketing zo'r bo'lsa bo'ldi. deb chiqib ketiladi. O'shanga balki biz hali kirmayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin qachondir olib kiriladi. Uncha shu biznes saviyasi, undan ishlaydigan shu to'g'ri distributsiyalar, kontragentlar saviyasi ancha oshishi kerak-da. Endi umumiy o'sha agentstvalarda, umuman konsaltingda baribir xodim muhim. Endi shu xodim bo'yicha ozgina gaplashsak, jamoaga va biznesga qanaqa xodim tanlash kerak, nimalarga qaraysan tanlayotganda? Bu juda og'riqli masala. Men bu savolga 5 yil javob topganman. Ungacha juda zo'r xodimlarni qurbon qilganman. Qadriyatli bolalar ketib qolgan. Keyin to'g'ri pozitsiya qo'ya olmaganman. Shu Riyadda bo'lgan keys orqali chiqqan. Keyin tushunib aytganman, har doim xodim olayotganda muhit zo'r bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ya'ni muhit deganda o'sha insonni missiyasi, xohishlari bilan kompaniya missiyasi, xohishlari va biznes missiyasi, xohishlari uni jamoaga to'g'ri kelishi kerak. Keyin LTV ni o'lchash boshladim-da, ishlayotgan joylarimda. Qayerda LTV uzun bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerda ko'rsam, ko'proq xodim shaxsiyat bilan ishlayotgan ekanman. Endi to'g'ri xodim kelish uchun undan filtrlar bor-da. Men o'zim qanaqa qilaman? Birinchi o'rinda o'zimizni hozirgi chiqqan PMlar 5 ta. Lekin biz 30 ta 20 ta PM chiqarish kerak. Nima 5 ta chiqardik? Birinchi o'rinda ustoz shogird an'anasiga juda qattiq qarayman. O'zim agar PM haqida, ya'ni top menejment haqida gapirayotgan bo'lsak, keladi, suhbatga kelishdan oldin testim bor maxsus. 60 personality, IQ, AQ, disk shulardan o'tadi. O'tganda o'zimga shablon qilmaganman. Ya'ni qaysi javob chiqsa, qaysi pozitsiya to'g'ri keladi. Ya'ni undan PM chiqadimi, chiqmaydimi? Umumiy olganda shu. Undan o'tadigan bo'lsa, meni ichki akademiyam bor. Xuddi sen o'zing aytding-ku. Menda shu ideal ro'p nomlangan. U yerda 2,5 oy yaqin o'qiydi. O'qigandan keyin 5 oy intern bo'ladi u yerda. Ya'ni 9 oyda chiqadi-da xodim otgan. Nimaga? Chunki agentlikda long termda va men o'ylayman shu qilgan harakatim sifat evaziga bizda 100% konversiya. Ya'ni o'qiganlar hammasini zo'r olib chiqqanmiz-da. Ya'ni darsga qatnashgan, testimizdan o'tgan, ustoz shogird an'anasi, ya'ni tizza yetib qalb ilm qalb orqali yuqqan shogirdlarimni mana hozir hammasi zo'r PM bo'lib chiqqan, loyihalar yaxshi natija qilishyapti. 9 oy vaqt ketyapti-da. Endi boyga masala-da, agar konsaltingda masshtab qilaman desa, masshtab yurish kerak. Bu yerda xohlasam ham kamroq pul topasan, yonida ko'proq sot qilasan, tishga qo'yasan, soch oqaradi. Keyin bolaga yetib chiqqandan keyin xuddi daraxtga o'xshab, keyin mevasi ko'raversan-da. Konsaltingda shu yo'l to'g'ri deb bilaman men. Ya'ni uzoqroq muddatda grading asosida shu junior, intern, junior, middle, senior olib chiqish kerak-da. Endi bu men shaxsiy fikrim shunaqa. Shuni futbolga ham qaysi ma'noda o'xshatsa bo'laman. Neymar zo'r talantli futbolist edi. Barselonaga o'tdi, Barselonadan PSJga o'tdi, keyin qayergadir o'tdi, yana qayergadir o'tdi. Shaxsiyatda bo'lmadi. Barselona masalan uni boshdan o'zi
yetkazmagan, lekin Messini bilsang, Barselona o'zi boshidan boshlagan va почти karyerasining oxirigacha Barselonada sodiq bo'lib qoldi. Men ham xuddi shu narsani tushunib yetdim. Biz tashqaridan ham xodim olib ko'rdikda, masalan pulga boshqa narsaga, unaqa xodimlar endi qo'pol ishtirsa ham odatda pul uchun, pul uchun keladi va o'zini o'sha hozirgi skilli boshqa narsasidan tajribasidan kelib chiqib sotadi va odatda yana pul uchun ketib qoladi. Arzimagan masalan kichkina nimadirlar ham bo'ladi endi baribir kompaniyada har xil holatda mana shu narsalar unga katta stress berib yuboradi yoki shu o'zini kutuvlari boshqacha bo'lgani uchun boshqa joylarda ishlab kelgan. Biza ham shu ustoz shogirdligiga qattiq qaraydigan bo'ldik. Mana hozir ham yaqinda masalan e'lon qildim, shu shogird sifatida olamiz yoki o'zimni kursimdan, shu akademiyamda olaman. Agar o'zim shogird sifatida olsam ham, uni keyin обязательно o'zim kursimda o'qitaman. Chunki baribir o'zimiz xohlagandek, qirralari biz o'zimiz xohlagandek xodimni topish deyarli ilojsiz ekan. O'zi nima narsa, mana orqaga qarasa, eng zo'r ishlagan metod shu-da. Mana bizning qadriyatimizda ustoz shogird an'anasi har doim zo'r bo'lib kelganda va eng katta qilingan ishlar ustoz shogird an'anasi asosida qilinganda, yetib chiqqan zo'r shogirdlar misol uchun, nimaga velosiped ixtiro qilishimiz kerak yangi narsa, zamon o'zgaryapti-ku deyishimiz mumkin, lekin zamon o'zgargan bilan bir xil metod o'zgarmaydi. Chunki u to'g'ridan inson psixologiyasi bor-da, inson psixologiyasi ketdi shu bilan, o'lguncha shunaqa o'zgarmaydi-da. Menimcha eng to'g'ri yo'l shu bo'lsa kerak deb o'ylayman mana. O'zi shaxsiy brend yuritayotgandan ko'pchilik biznesim rivojlanib ketadi deydi. O'zi jamoani yig'ish uchun meni o'zimni eng katta missiyalarimdan bittasi shaxsiy brendda o'zimga soliq jamoa yig'ishdi. Ular shaxsiyatni ko'rib turib, masalan, qadriyat boshqa jihatdan xuddi o'ziga o'xshagan odam qidiradiganlar keladi va odatda biz bitta filtr qo'yamiz, masalan, pul bermayman deyman-da. Shogirdlik qilayotgan chunki bilib olishim kerak-da, maqsadi pulmi yoki pul emasmi. O'shanda rozi bo'lib o'tganlari eng yaxshi shogird bo'lib chiqadi. Bu ikki xil fikr ekanmiz. Neymar aytding-ku. Boshlangan keyin Ronaldo unaqa emas-da, ko'rsang. Ronaldo Manchesterda chiqib, Realga zo'r bo'lib ketgan, yana zo'r bo'lib ketdi. Nimaga aytsang, men topgan narsa nima? Shaxsiyat bor. Mana men keyin istalgan shogirdimga birinchi faqat shaxsiyat o'rgataman. Keldimi, bo'ldi, qadriyati mos tushdimi, filtrlarimni o'tdimi, bo'ldi, qabul qilindimi, bo'ldi, birinchi o'rin shaxsiyat. To'g'ri niyat qilish, odatlarni shakllantirish, maqsad qo'yish, unga yetish yo'llari, moliyasini yurg'izish, habit tracker deymiz, maqsadlarni yo'sh hammasini o'rgataman. Nimaga aytsa, insonning shaxsiyati kuchli bo'lmasa, uni kuchli qilmasa, istalgan joyda yiqiladi. Chunki xohish, qiziqish xohlagan paytga ketib qoladi-da. Tez so'nib qoladi-da. Men misol uchun qiziqqan aytaman, sportchi bo'lasam, yo'l yurdim-da. Keyin shaxsiyat, maqsadlar, odatlar shakllangandan keyin shu yo'lga ketganmiz. Ronaldoda shu narsa bor deb o'ylayman. Neymarda mana shaxsiyat bo'lmagan-da. Agar bo'lganda edi, balki davom etgan bo'lishi mumkin edi. Xuddi katta anaqalarda-da. Keyin pul berish masalasida men teskarisi, menga juda ko'p yoshadi. Top kompaniyalarda ishlayotgan bolalar mana ismini aytsam men g'alati bo'lishi mumkin. Top kompaniyalarda rob bo'lib, boshqa bo'lib ishlayotgan bolalar, aka tekinga ishlashga rozimi, yoningizga borib, ustoz shogird an'anasi ishlaylik deydi. Men yo'q deyman. Nimaga? Bizlar sal boshqacharoq. Menga bola kelgandan keyin shu internetga o'tadi-ku, kurs o'qiydi. Kurs o'qib chiqqandan keyin biz uni bitta loyihaga yordamchi qilib qo'yamiz. U juda oddiy ishlar qilib beradi. Sababi mas'uliyatini ahdi vafo qilishni ko'rib olamiz, keyin senga katta ishlar beramiz. Bu 9 oy muddat degani-da. Endi men uni hasharga chaqirsam, u tekin ishla olmayman-ku degandan ko'ra, men pul beraydi, shu kelish pul beraylik, keyin so'rab olay deyman-da. Kelasam pulingni beraman, faqat men filtrni o'chishing kerak, palon ish qilishing kerak, o'chsang pul beraman. Lekin qattiq so'rab olaman deyman. Yo'q, men tekinga degani filtr sifatida qo'yaman. Tushundimmi? Lekin pul beramiz. Masalan, shu skilldan kelib chiqib, bizga qanaqa yordam berishdan kelib chiqib, lekin shu maqsadi pulmi pul emasmi o'sha narsani bilib olish. Chunki menga xuddi shunaqa yoshadi. Oldingizda yursam bo'ldi, umuman pul kerak emas, shu ilmiy zoli deb yoshadi. Endi u shu rostdan aytmayaptimi? O'sha narsani bilish uchun pul bermayman deb aytaman. Birinchi intervyuda, keyingi intervyuda skilldan kelib chiqib, lekin pul beramiz. Baribir odam ish buyurishgan yo'ladi. Shunaqa. Endi biz jarrohni o'qitib ham olib ko'rdik, o'qimasdan olib ko'rdik-da. Faqat o'qitib oladigan bo'ldik. Shu yerda o'qiysan, keyin olamiz. Bo'lmasa bo'ldi, eng katta filtr shu qilib qo'ydi. Menimcha shu bizlar hozir yaxshi boshlayapti. Shu xodimlar masalasida yana bitta narsa, endi ko'p bizneslarda bo'lsa kerak, men o'zing kirganingda, men deylik biz ham outsource bu marketing olganimizda, u yerda ishlab yurgan xodimlar bo'ladi-da. Lekin odatda ko'p ish qilishmaydi, lekin shunaqa xodimlarni ushlab qo'yaveradi. Men endi katta kompaniyalarda ishlaganman, masalan, Artel. U yerda 1000 ta xodimning ichida 10 tasi ishlamayotganini bilib olish ham qiyin-da. Shunaqa. Nimaga o'zi bizneslar bunaqa xodimlardan kechmaydi deb o'ylaysan? Masalan, bo'ladi, yaxshi bolalar yuribdi-yu deyshadi, kechmaydi. Birinchi o'ylayman, biznes egasida shu narsaga bo'lgan matonat yo'qda. Ya'ni hozir gapirsa qanaqa tushunadi, ketib borsa nima bo'ladi, ertaga o'ziga qanaqa qarayman. Ya'ni biz
kadr haqida, shaxs haqida ko'p o'ylayveramiz. Birinchisi, ikkinchisi u odam olib kelayotgan zararni bilmaymiz-da. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki men juda katta biznes bilan gaplashganimda IMSni chopishadi-da. Nimaga desa, chunki ular bir insonning manfaatini, jamoat manfaatini ustun ko'rishadi-da. Ular biladi u inson qanaqa zarar olib kelyapti. U inson o'rniga loyiqroq inson qo'ysa qanaqa natija ko'rishini. Ular IMSni chopadi. Chopamayotganlarni ichiga chuqurlashsang, ularchi bir inson xato qilgan aytmaydigan insonlar-da o'zi. Hayo qiladi deymizmi? Lekin bu noto'g'ri hayo-da. Butun jamiyatda o'zini zarariga ishlaydigan hayo-da. Men o'ylayman, nima qildim shundan keyin men istalgan biznesga kirayotganimda shartnomada ko'rsatib ketaman shuni. Ya'ni CEO bo'lib kiraman-da. Istalgan odam agar vakolatida bajarilgan ishlar qilmayotgan yoki yetarli deb baholamasak, argumentlar berish orqali uni ishdan ketkazamiz. Xoh qarindoshi bo'lsin, xoh o'g'li bo'lsin, xoh akasi bo'lsin, farqi yo'q. Shuni aytaman, qo'l quvvatga aytaman. O'qidingizmi shuni deyman. Palonjon ukangiz ishlayotgan, akangiz ishlayotgan, biz birinchi pozitsiya taklif qilamiz. Pozitsiyamizni ketkazishga rozimisiz? Bo'ldi, shu joyga alohida qo'l qo'ying. Yoki общий imzolab bering deymiz. Shundan keyin kiryapmiz, easy olib tashlaymiz. Ket, almash, boshqa narsa. Endi bu mentalitetga ham borib taqalsa kerak deb o'ylayman. Bilsang, o'zbeklarda yana boshqalarda ham bilmadim. Deyman, yangi televizor olsak, korobkasini olib qo'yamiz. Ana kerak bo'lib qolar deymiz, ishdan tashlaymiz. Xuddi shunaqa kerak bo'lib qolar degan pozitsiya bo'ladi. Ko'p baholanmaydi shu zararini. Bir xil xodimlar bo'ladi. Undan ko'ra prosta uyda yotganiga oylik berilsa, ancha biznesga kamroq zarar keltiradi. Biz shu aytayotgan o'ylashim bo'yicha bizani ko'proq biznes ilmlar, qadriyatlar bilim yetishmovchiligidan deb o'ylayman-da mana. Ya'ni shu qarindoshim erta uyga borsa ko'zimga qana qaraydi deydi-da. Endi tasavvur qil, u odam 50 ga kirdi, shunaqa tambal bo'lib. Nima topdi? Na normal oila topmadi, na bolasi normal joyda o'qitmadi, na oilasi normal manfaat bermadi, ishxonaga bermadi-da. Biz aslida bunga javobgar shaxsmiz-da. Ya'ni bir joyga to'g'ri insonni, loyiq insonni qo'ymagani uchun so'ralamizda. O'ylayman, shuning uchun bu ham o'zimiz qadriyatlar bilan bilimimiz, ham bizneslar bilimimiz yetarli bo'lmaganligi uchun shunaqa o'ylaymiz. Agar mana shu ikkita narsa yetarli bo'lsa, ayamasdan to'g'ri tushuntiradi. Uka, qara, 1-2 narsa bor, qila olmayapsan. Nima qilib bering? Biror narsa qilib bering. Qildimi? Bab qila olmayapti, bo'ldi, demak xayrlashish kerak. Qarindoshim bo'ladi, akam bo'ladi. Men chunki o'zim o'rtog'imni ham chopganman, qilolmayapman. Qarindoshim ishlaganini tushuntirganman. Qarindoshchilik tashqarida ishda men rahbar, sen palon pozitsiyada insonsan, mana shu narsa bajarsang, menga qadrlisan, men senga qadrlayman, men narsa bajara olmasang, uni bajaradigan olib keladi. Chunki to'g'ri uchun bu joyda o'tirgan inson bunga loyiq bo'lishi kerak. Loyiq emasmi, boshqa qo'yish kerak. Bo'ldi. Juda jiddiy kelishuv qolish kerak boshidan. Biz ham agentsiyada endi baribir bo'ladi, qancha filtr qilsak ham, boshqa qilsak ham, akademiyadan o'tsa ham, keyin biz one-on-one meeting qilamiz, shu birga bir meeting. Shu чтобы hammani oldin urish uchun yoki uyaltirish uchun emas. Birga bir gaplashamiz. Nima bo'lyapti, nima to'sqinlik qilyapti, nega o'ylamayapsan. Endi odatda ko'pi yaxshi bolalar bo'ladi, faqat shu nimadir bloki bo'ladi yoki nimadir shu oilaviy muammosi qaysidir ta'sir qilayotgan bo'ladi. O'sha narsani aniq qilib gaplashib olib, menimcha srok, shu srokda men ishlarni bajarmasang, sen ketasan degan narsani qat'iyatli desak bo'ladi. Qat'iyatli. O'sha narsa juda ham muhim ekanda. Men oldin o'zim ham juda uyalardim. Xodim bo'shash jasa qiyin. Birinchisi bo'shatib ko'rganmiz. Ana xuddi dunyodagi eng yovuz inson sensan, uni rizqiga, uni ertaga bola chaqasi boshqasiga ta'sir qilayotganda, nima ketqizib yubordi turadi basharaga qarab. Tushunadi. Lekin oxirida uni o'ziga ko'proq yaxshi bo'ladi o'zi. Aslida shu ketkizib yuborilsa yoki ketkizish etilsa, keyin sekin motivatsiyalar, survival skill uyg'onadi, yashab qolish uchun endi ishlaydi. Grow degan metod o'zi bu. Grow metodi shunaqada, birinchi xodim bilan gaplashadi, eshitadi, tushuntiradi, imkoniyat berish haqida gapiradi, keyin muddat berib o'zini bo'yniga qo'yib qo'yadi. Yana bitta narsa bor, Akbar, men misol uchun yaqinda bitta biznesdan chiqib ketdim-da. O'zim sherigim bilan to'xtatdim. Nimaga desa, qat'iyatlikli bu. Agar shu qat'iylik qilmaganimda sherigim-ku, komanda nima deb o'ylaydi, ertaga meni yomon ko'rishadi, meni yomon ko'rdi hamma. Lekin oxirida natija qanaqa bo'ldi desa, biz chiqib ketganimiz evaziga bir nechta o'zimiz ta'sir qila olmayotgan eng yomon omillarga to'g'riladikda, tushunsan? Bu yerda biznesda mijozlar rozi bo'lish boshladi, jamoa o'sish boshladi. O'zim xotirjam endi bir aybdor o'zimni his qilayotgan inson yurdim-da. Agar men qat'iy olmasdan sherigim yursam davom etaverardi-da. Bo'ldi, demak shu bilim taraflar menga bu noto'g'ri degan signal keldi miyamda. Chopish kerak, bo'ldi, zo'r bo'ldi. Qolgan insonlar shu keyingi ko'ra olmaydi deb o'ylayman-da. Ko'ra olsa, meni joy to'xtatardi hamma. Xodimlarni ham shu yaxshisini oldik, har tomonlama. Endi men ko'p bizneslarni ko'raman oxirgi paytlarda, qaysi bizneslar tirik qolyapti yoki rivojlanib ketyapti, kim doimiy mijozlarni aylantirsa. Ya'ni shu sodiqlik dasturi deydi. Misol korzinka eng birinchi qo'ygan. Men qaysi ma'noda endi boshqa faktorlar ham bo'lishi mumkin, lekin marketing nuqtai nazaridan makrodan o'tib ketishdi. Men shu eng katta anaqa faktor deb bilaman. Sababi birinchi korzinka qo'ydi. Esingda bo'lsa, даже korzinkani anaqasi bo'lsa, Lions programmasi nima deydi? Sodiqlik
shu kartasi bo'lsa, bu уже obro' edi. Mapga osib yurilardi, kartga qo'shib. Esimda. Uning uchun 500 mingdan ko'p xarid qilishing kerak. Даже buni status sifatida ham qo'yishdi-da. Shu narsadan keyin mana hozir men o'ylashim bo'yicha bir 80% savdosi shu doimiy mijozlardan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Safiya mana hozir xuddi shu narsani juda zo'r yo'lga qo'yib oldi. Ya'ni bu yerda biznes faqat birinchi sotuv haqida o'ylash kerak emas, mijozni doimiy qilish haqida ham o'ylash kerak. Odatda biznesmenlar shu birinchi sotuv bo'lsa, nima bo'lsa bo'ldi, shu qanaqa produkt farqi yo'q, qaytib keladimi yo'qmi? Endi oldin bu ishlagan, chunki bozor juda katta bo'lgan, konkurensiya kichkina bo'lgan, shuning uchun yangi mijozlar kelaverganda. Lekin sekinlik bilan konkurentlar, ayniqsa o'sha katta bozorlarda aniq liderlar paydo bo'lyapti, egallayapti. Shunda endi sani yana fikring kerak. Nima deb o'ylaysan? Birinchi sotuv bor, ikkinchi sotuv yo'q. Umuman mijozni qayta sotib olish uchun sotuv jihatdan nimalar qilish kerak? Endi qara, biznes turiga qarabda, misol Korzinkada LTV, qayta sotuv, retention juda kuchli biznes bo'lganligi juda muhimda. Ular endi qanaqa qilib mijozni mana qayta sotuvni qisqartirish haqida o'ylaganda, shu sodiqlik dasturi, aksiyalar, faqat sodiq dasturi insonlar amal qilishi, sezonli narsalarda bu ham biznes ishlamaydi lekin. Agar o'sha biznes ishlayotgan bo'lsa, qilish kerak. Mana Safiyada ishlaydi-da, nima qilgan Safiya hamma joyda ochib tashlagan-ku. App qilib qo'ygan, ishlaydi. Xuddi shunaqa qilayotgan bakery unda ishlamaydi. U faqat birinchi soatini o'tiraveradi. 30 odam kiradi, qachon shu mashina to'xtatsa, qachon majbur bo'lib qolsa-da. O'zi eng zo'r qayta sotuvni bilaman mana. Agar biznes model shunga to'g'ri kelsa. Va kelgan bitta narsa muhimda, mana misol uchun, mana hozir biz ko'chaga qarasak, bizani ko'zimizni qobiliyatidan joylarni ko'ramiz-da. Shunga biznesga har doim durbin kerak-da. Durbin bilasan, ko'rsang, uzoqroq ko'rasan-da. Qaysi biznesda agar durbin bo'lsa, unga retention kerakligini oldindan biladi. Korzinka mana hozir oldindan bilganda. Kimdir birinchi sotuv haqida qayg'urgan, kimdir qayta sotuv haqida qayg'urgan, kimdir sodiqlik haqida qayg'urgan. Ya'ni bir nechta bo'lim ma'lumcha buni ustida ishlagan. Endi o'sha boya aytgan tadqiqot va tahlil, agar tadqiqot tahlil qiladigan bo'lsak, bizning biznesda qayta sotuv ehtimoli oshadigan bo'lsa, bu aytganimda bitta inson emas, boshqa insonni qo'yib qo'yishimiz kerak. Boshqa proyekt sifatida qarashimiz kerak-da. Misol uchun mana o'zimizni olaylik, mana konsalting zo'r ketyapman mana, lekin mediaga o'qishim kerak. Men buni proyekt ko'rmaganim uchun har doim qolib ketaverganda, tushunasam? Mana endi proyektni ko'rib, yo'q alohida PM qo'yganimdan keyin mana davomiylik boshlanyapti. Instagram va YouTube'ga har 7 kundan video qo'yamiz biz. Har 10 kunda nimaga? Proyekt sifatida ko'ramiz-da. Proyekt sifatida biz qolib ketaveradi. Men o'zim Riyadada ham nima qilganman? Qayta sotuvni bitta insonga berib qo'yganman, sotuvni bitta insonga berib qo'yganman-da. Boshqa odam shu. U birinchi sotuv qiladi. Nimaga u osonroq-da, tushunasam? U yerda bilimi, anaqa varonkasi, qayta qiladigan anaqasi bor-da, ishi bor. Qayta sotuvni yengildan o'ylash kerak. Shunga analiz qilinsa va agar u biznesda shu bo'lim kerakligi aniqlanadigan bo'lsa, bo'lib qo'yish kerak. Mana biz bitta biznesda o'zimiz sohasida korxonada mana shu joyga qayta sotuv qilish kerakligini bilishmagan. Biz tadqiqot qildik, juda ko'p oy davomida analiz qildik, audit qildik-da, ko'rsak, bitta kichkina teshik yopilmayotgan ekan-da, juda kichkina teshikda. Sotuvda 40 dan oshiq odam ishlaydi, umumiyda. Bittadan odam qo'ydikda, o'sha bitta odam o'zi bir oyda bizga 600 million sotuvni olib keldi. U endi LTV ning hisobiga baribir-da. Tushunasizmi? Nima? Analiz qilganimizdan keyin bilamizda. Analiz qilmasdan bu yoqqa qo'yib ko'ring, bu yoqqa qo'yib ko'ring, bu yoqqa qo'yib ko'ring degan bo'lsa, biz uyga o'zi aslida yomg'ir o'tayotganligi sabab chakka anaqa tom yaxshi yopilmagan deb o'ylaymiz-da. Aslida tom yaxshi yopilgan, lekin ana suv oqisini yaxshi qilmagan o'tayotgan bo'ladi. Biz tom almashtirsa ham ertaga chakka o'tiradi. Ya'ni muammo negizini topib kerakligini bilib qiladigan bo'lsa, menimcha ishlaydi. Lekin любой biznesga retention qo'yib bo'lmaydi. Endi biznes modelidan kelib chiqib moslashtirsa bo'ladi. Masalan, bizda qanaqa ishlatamiz retentionni, LTV ni oshirish uchun, ya'ni podpiska modelda marketing agentsiyada. Biz kommunikatsiyani zo'r qilamiz, eng birinchi o'rinda va keyingisi exit intervyu qilamiz. Masalan, shu narsani qo'shib qo'yganmiz. Agar mabodo loyiha chiqib ketadigan bo'lsa, u bilan kazdevga o'xshab exit intervyu qilamiz. Ko'pida shu exit intervyudan keyin olib qo'yganmiz. Men retail sohasida Elmakonda RFM degan dastur qo'yganman. Bu yerda nimaga qaraymiz? Mijozni recency'si, frequency'si, monitor, ya'ni qancha pul chiqadi. Olib kelgani, rassrochka biznes bo'lganiga o'ta creditance, ya'ni pulini qancha to'layapti degan shu faktorlar bo'yicha qo'yganmiz. Hamma mijozni aniq bilardi, masalan, kod bo'yicha qaysi biri uxlab qolyapti, qaysi biri уже passiv statusga o'tyapti. Bir dona SMS rasilka bilan 500 milliondan 1 milliardgacha savdo qilardi. Yaxshi tomoni retentionni qayta ishontirish
shart emasda, chunki u uslugadan foydalanib bo'lgan. Shunaqa. Trigger beraversa ham bo'ladi. Ha, trigger beraversa. Endi retailda bu zo'r ishlaydi. Sababi ayniqsa elektronikada iPhone 17 chiqdi. 16 olganlar hammasini chiqaraman. Shunaqa. O'shalarga bittada SMS rassılka qilaman. Bittada masalan 500 million 1 milliard savdo qila olaman. Anaqanday bo'lishing kerak-da. Senga birinchi sotuvdan ko'proq foyda qilyaptimi, retentiondanmi? Men ko'pchilik retentiondan deydi. Mani biznes modelim retentiondan ko'p pul topib bo'lmaydi. Ya'ni katta sotuv qila olmaysan-da. Chunki bizning ishimiz nima edi? Biz qisqa muddatda kiramiz-ku 6 oyga. Shu muddatda maksimal tizimlashtirib biznes o'z yo'lida chiqib ketishdi. Keyin bizlar faqat podpiska olish mumkin-da. Lekin podpiska ham summasi bir necha barobar arzonroq bo'ladi. Unga bitta odam qo'yib qiladigan bo'lsa, to'g'ri bu bizning LTV ga, brend awareness zo'r ishlashi mumkin. Lekin agar faqat savdo tarafi bilan qaraydigan bo'lsak, bu bizga ko'tarmaydi, aniq. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, biznes modelini bitta ko'rib chiqish kerak. Agar qayta sotuv unga yaxshi foyda keltiradigan bo'lsa, qayta sotuvi doimiy yo'lga qo'yib qo'yish kerak. Shunda yengilliklar haqida keyinchalik shunaqa o'ylab yurmaydi. O'ylaydi. Bitta bo'lim faqat yengillik haqida o'ylasa, bitta bo'lim faqat retention haqida o'ylasa, bitta bo'lim faqat brend awareness haqida o'ylaydi. Ya'ni ichida proyekt qo'yadi-da. O'zbekistonning ekonomikasi ancha rivojlanyapti. Endi oldin bilardi, aniq ko'pchilik narxga qarab sotib olardi. Shuning uchun ham Pekin fabrichniy chiqib ketgan edi. Bozorda ham arzonroq narsalarni olib kelishga harakat qilishadi. Hozirgi paytda O'zbekistonda mijozdagi asosiy qaror faktori nima bo'lib ishlayapti? Bu narxmi, brendmi yoki servis? Xo'p, o'ylayman, bu eng katta faktor segmenti. Sen kimga nima mahsulotni sotyapsan? Misol uchun, mana biz maktab bilan ishladik. Bizning maktab bizning joylashgan radiusda eng qimmat maktablardan bittasi-da. Narxi 1 million, 2 million qimmatda. Biz o'ylaydi sotishga qiynalamiz. Chunki yon atrofimizda 15 ta yaqin maktab bor edi. Analiz qilganmiz, narxlari bizdan 1 million, 2 million, 3 million arzonlari ham bor edi. Endi bizning segment nimaga qaraydi? Sen bizning segment birinchi o'rinda servisga qaraydi. Chunki brend yangi hali. Oxir narxga qarayapti. Ya'ni to'layotgan pul evaziga nima qiymat oladi. Bu unga shu narsa muhimda va uni biz mijozni miyasida tasavvur uyg'otib beramiz. 6 millionga mana narsani olasan, misol uchun 3 millionga narsani olasan. Qaysi bir muhimni o'ylab ko'r. Endi 6 million pul bor odam, конечно, 6 millionni oladi. Ya'ni senga ham yetsa, mana muammoingni senga 5 yil hal qilib beraman, 50 millionga desa-da. Yoki bittasi yetsa, shuni 5 yil emas, 10 yillik beraman, lekin misol uchun 30 millionga. Senga muddat muhim, narx muhimmi? Menga muddat. Demak, sen muddati qisqroqni tanlaysan. Menga narx muhim bo'lsa, men narxni arzonroq tanlayman. Ya'ni o'sha segmentga qarab. Analiz qilganimizda bizning mijozga nima muhim bo'lsa, o'sha narsani biz birinchi qiymat sifatida beramiz. Misol uchun Riyadada biz OLXda yo'qmiz akbar. Hozir qo'shayotgan bo'lmasa, biz men ishlayotgan payt OLX umuman qo'ymasdik. Chunki OLXga konkurent emaslar. OLX mijozi bizga OLX sportlar bizga konkurent emas cho'nsa, mana biz uchun bizlar bego'y daroshga $200 bo'lsa, OLXda $500 bo'lishi mumkin-da. Mijozda bizga telefon OLX $200 arzon ko'rdim demasdi hayoti. Nimaga? Chunki bizga hal qilayotgan mijozning orig'i umuman boshqa-da. OLXdan olayotgan insonning orig'i faqat narx. Unga servis, brend, uzoq muddatli strategiya qiziqmasda. Qiziq bo'lishi mumkin. Endi bu hamma shunaqa OLXdan oladiganlar meni xiyt qilib tashlashmasin. Bizning segment shunaqa bo'lgan. Chunki biz kasef qilganimizda mana shu $1 million оборотga chiqqan yilimizda ishonsang 1% tashkil qilmaydi OLXdan mahsulot oladigan mijozlarimiz. Faqat Instagramdan sayt orqali yoki Googledan qidiradi, Yandex.met orqali qidirib sotib oladigan mijozlar. Bo'ldi. Ular kim desang, ko'proq chet elga chiqqan, yaxshi mashina haydagan, chet elga chiqqandan aeroportga borganmi, aviakassalarga borganmi, ya'ni u har doim yaxshi servis ko'rayotgan insonda. Ertaga kelib sendan yaxshi servis so'raydi. Nimaga? Chunki unga gastinichada chet el yaxshi servis qilishgan-ku. Taqqosi narsasi juda yuqori bo'ladi. U yerda biz servis yaxshi qilganmiz, ishonchni yaxshi qilganmiz, undan keyin narxga qarab sotib olishgan. Ya'ni umumiyda segmentatsiyaga juda qattiq qaraydi, kompaniyaning pozitsiyasiga ham. Ya'ni umumiy O'zbekistondagi bozor holatiga keladigan bo'lsa, endi biz o'zimizdagi loyihalardan kelib chiqadigan bo'lsam, oldin narxi edi, narxi eng birinchi o'rinda edi. Hozir sekin-sekinlik bilan brendga, servisga qattiq qarashyapti. Masalan, biz ikkita bir xil ERP sotganmiz. Ikkalasi ham tegi, hamma narsasi bir xil, даже bitta odam ishlayapti, lekin bitta ERPimizda brend yaxshiroq bo'lgan hisobiga u deyarli 2 barobar qimmatroq sotardi uslugani. Lekin tegi bitta narsa edi va umumiy olayotgan xulosam B2C da sekin-sekinlik bilan servis bilan brend ancha sekin tepaga chiqishni boshlayapti. Masalan, hozir ko'pchilik o'ziga iPhone tanlashni boshlayapti, Apple produktini yoki qimmatroq narsa yoki yaxshiroq kiyim olishni boshlayapti. Endi B2B ga keladigan bo'lsak, endi bizda unaqa loyihalarimiz ham ko'p. O'tda baribir ham narx haligacha prioritetda qolyapti. Endi buni sababi deb ko'rganimda bu себестоимость. Sababi B2B da har bitta olayotgan narsasi uni tan narxiga ta'sir qilgandan keyin o'sha qimmatlashadi. O'sha keyingi mijoziga sotishda qiyin bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga baribir narx asosiy faktor bo'lib qoladi. Kimlar narsada, misol uchun mana iPhone gadget olayotganingda qaysi do'kondan olasan qayta? Yo'q.
Men misol любой do'konda Любой olaman. do'konda Qattiq arzon olaman. bo'lsa o'tda olaman. Nimaga? Chunki 5 yil oshgan bo'lsa iPhone ishlatayotganimga, menda iPhone hali biror marta buzilmaganda. Bo'ldi. Shuncha iPhone tanlayotganim men qattiq arzonroq bo'ldi. Olib kelib bersa bo'lsa servisga qaramayman. Garantiya borsa kerak emas garantiya deyman. Lekin naushni olganimda qaradim. Qattiq bor ishlatib ko'rsa bo'ladi. Qattiq ushlab ko'rsa qattiq ko'p garantiya beradi. Nimaga? Chunki birinchi marta otgandim-da. Notebookni ham qaradim otgan. Men endi bilib oldimki, o'sha qaramayman-da. Shu narsa endi men o'ylayman keyinchalik bizga zo'r brend qilib kiradigan bo'lsa ham men unda narxga qarayman. Chunki produktni o'zim bilaman-da. Shunga o'ylayman, baribir o'sha aytayotganingda to'g'ri narx omil bo'lishi mumkin, lekin ko'proq brend. Oxirgi muhokama qilmoqchi bo'lgan narsam, baribir hamma kelajak haqida o'ylaydi, bu sohaga kirayotganda. Men o'zimni qarashim bo'yicha marketing tomonidan qaraydigan bo'lsam, 5 yildan keyin bozor juda ham qiyinlashib ketadi. Qaysi ma'nodaki, birinchisi hozir masalan produkt bo'lsa va UTP bo'lmasa ham sotsa bo'ladi. Chunki baribir ham raqobat kuchli deganimiz bilan Amerika bozoridagi raqobat yo'q. Shunaqa. Endi men o'zim ko'rishim bo'yicha umuman yagona sotuv taklifisiz, ajralib turadigan qismisiz umuman sotib bo'lmaydi produktni. Keyingisi odamlarni attention, ya'ni e'tiborini olish qiyinlashib ketyapti borgan sari. O'zinglar masalan rislaringni bir ko'radigan bo'lsang, o'rtacha zo'r go'shtli narsa bersang ham 10% odamgina oxirigacha boradi. Qolgan 90% birinchi 20 sekundda. Ya'ni o'sha bu yog'iga marketinglar ko'proq clickbait ustida ishlashni boshlash kerak. Yaqinda ko'rdingmi, Dilimini mashinasini tashlab yuboraman dedi. Oxirida u men o'zim o'sha shogirdim o'zi Lalav kompaniyasini suv ishlab chiqarish anaqasi bor, Reverem degan. O'shani bitta aksiyasini zapusk ekanda. Oxiri o'sha bilan bor, lekin yaxshi clickbait bo'pti. Ja unaqa ma'qullamayman, lekin ja yomonlamayman ham. Ya'ni clickbait ustida ishlash kerak va bizda endi 5 sekund bor deb o'ylayman. 5 sekundda nima yetkazmoqchi bo'lsak, shu 5 yildan keyin shu narsani yetkazishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Sani o'zingni qarashing qanaqa? 5 yildan keyin sotuv qanaqa bo'ladi? Endi holimiz yo'q, baribir bizlar rivojlangan ko'proq shaharlarga qaraymiz-da, davlatlarga qaraymiz. Misol uchun telefonni olaylik. San agar qo'lingda yetarlicha mablag' bo'lganida iPhone va Galaxy bor bozorga kirarmiding? Yo'q. Mi kirdi-da lekin. Nimaga desa, mana men zo'r bo'lib ketganim bilan bizni qaraydigan narsa market fit-da. Market fit bor joyda har doim o'sish, kirish, sotib bo'veradi. Mana Xiaomi mili kirib, savdosi oshib qanaqa bo'lsa, IPO ga chiqib ketib, katta brend bo'lib ketdi-ku, to'g'rimi? To'pishtalib turadi, mana shu. Demak, agar qaraydigan bo'lsak, men shu bozor kirib bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsak ham, shu yerda segment market fit bo'lsa kira olar ekanmiz. 50 yildan keyin shunaqa deb o'ylayman. Nima qiyin bo'lishi mumkin? Mana oddiy kichik misol olaylik. Mana 2 yil oldin auditoriya qilish qanaqa oson edi? Tekinmidi? Faqat videoga nari borsa o'sha content manager pul bersang, yaxshi video qilib olib kirsa bo'lardi, to'g'rimi? Hozirchi? Hozir necha biroq qiyinlashib ketgan. Taxminan agar zo'r kontent qilsang, 1000 ta obunachi $1000 ketib qoladi. Nimaga qiyin bo'lib ketgan deb o'ylaysiz? Bu yerda shu bozor zichlashib ketyapti. Bozor zichlashayapti va insonlarga taklif ko'payib ketyapti-da. Nima desa, u inson san yoki Marinsni ko'rishdan tashqari Vine ko'rishi mumkin, to'g'rimi? Yoki taqdirda live hack ko'rishi mumkin yoki bilan o'yin o'ynashi mumkin. Ya'ni insonlarni boshqa bir to'g'ri emas, bevosita deymiz-ku. Bevosita konkurensiya ko'payib ketib qolganda, o'shanga biz kamroq ishlayotgan bo'lishi mumkin hozir. Endi xuddi shunaqa o'ylayman, sohada ham qanaqa bo'ladi? Soha rivojlanaveradi, marketing sotuv rivojlanaveradi, bozorga kirish narxi qimmatlashadi. Mana men prosta telefon chiqarib kirmadi, juda katta marketing qildi, juda katta market fitga yechim berib keyin kirdi-da. Ya'ni arzonroq segmentga iPhone va Android berayotgan talab taklifi berib kirdi. Bu degan o'zim dastur ishlab chiqdi, ularga mosladi, keyin kirdi-da. Ya'ni bozorga kirish narxi 50 yilga qaragandan ko'ra hozir qimmatroq. Misol uchun olaylik sport tovari. 10 ming 20 ming puling bo'lsa sportlar qila olishing mumkin. Hozir 100 ming bo'lsa qilishing mumkin. Bu degani xato qilish narxi $100,000-da. Oldin $10,000 edi. O'sha anaqangi bitta biznes case ham esimga tushib ketdi. Yandex O'zbekiston bozoriga, taksi bozoriga kirayotganda, endi sonlarda ozgina adashish mumkin. Taxminan shu 5 million, 7 million dollar atrofida pul ishlatib, bozorni hozir почти 90% da Yandex taksi bo'lib ketdi. Uklon mana yaqinda kirishga harakat qildi. 70 million dollarga yaqin pul ishlatdi deyishyapti, lekin 10% ni olaman. Bozormi? Bo'lishi mumkin. Endi o'sha aytaman, market fitga qaraymiz, keyin kimlar konkurensiya qilayotganiga qaraydi-da. Misol uchun o'ylayman, 50 yildan keyin ham sotuv marketingda juda zichlashadi bozor. Nimaga? Chunki hamma o'sha ba'zi yo'llardan u yog'iga o'tgan bo'ladi-da. Benzinga ham shtatga balki qilishni boshlaydi. AI rivojlanib ketyapti. Ko'p narsa bo'lishi mumkin-da. Lekin o'sha paytda market fit topilgan va mutaxassis bo'lgan va mablag'i bo'lgan inson kiradi. Oxirgi savolim baribir AI rivojlanyapti. Balki innovatsiyalar juda ham balki 5 yilda juda katta o'zgarish bo'ladi AIda. Chunki o'zi oydan oyga reallashib ketyapti. AI o'rnini qanaqa ko'rasan? Ya'ni sotuvchilar o'rnini olib qo'ymaydimi?
Biz masalan bitta yaqinda loyihamizga AI qo'yib qo'ydik. U yerda ko'proq onboarding qilish kerak edi. Ya'ni обучать qilib turib, keyin o'tkazilardi. Cargo kompaniyasi, mana shu kompaniyada hozir to'liq AI ishlayapti. Yaxshi ishlayapti, arzon. Xo'p, olib qo'yadi deb o'ylamayman. Bitta instrument bo'lib xizmat qilsa kerak. Kimnidir ishini olib qo'yishi mumkin. O'sha inson ishi o'zi vaqtinchalik ishda. Misol uchun nima desa, mana oldin CRM bilan integratsiya bo'lgan nima bo'lardi? Targeting toqardida, keyin Excel tashlab berardi, to'g'rimi? Hozir shu ish integratsiya qilib qo'ydik, targeting vazifasidan bu narsa ketdi. To'g'rimi? Endi keyingisi nima desa, keyingisi misol uchun biz oldin KZF-da tadqiqotlar qilsak, zapislarni eshitib yozib chiqardik. Hozir AI ga beradi, AI yozib beradi. Ya'ni qaysidir ishimizni yengillashtirishi mumkin va kerak emas sohalarni o'rnini replace qilishi mumkin. Lekin sotuvchi bo'lib gaplashish, boshqa narsada olib qo'yish qiyin deb o'ylayman. Mana Amerikada ishlayapti hozir. AI gaplashyapti, boshqa narsa qilyapti, lekin O'zbekiston dispatch kompaniyada, ya'ni u sizzle, ya'ni qayta bo'ladigan ishlarni yaxshiroq qilyapti. Lekin emotsiya kerak bo'lgan, tavsiya kerak bo'lgan joylarda AI hali unaqa zo'r o'zini ko'rsatgani yo'q. Misol endi 5 yildan keyin bilmaymiz qanchalik o'zgarib. Shunday, qanchalik o'zgarib ketishi bilmaymiz, lekin inson faktori bor joyda AI replace qila olmaydi. Endi mening fikrim, shaxsiy fikrim. AI istalgan hard skillni replace qila oladi deb o'ylayman. Soft qila olmaydi. Softni lekin qila olmaydi. Shuning uchun shu kim ko'rayotgan bo'lsa ham shu videoni yosh mutaxassislar soft skilllar ustida ko'proq ishlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Shu boyagi masalada men bitta topgan oltin qoida nima desa, istalgan insonni shu sohada kulol qilmoqchi bo'lsa, zo'r qilmoqchi bo'lsa, shaxsiyatini ishlash kerak har doim. Chunki qachondir motivatsiya, xohish, qiziqish turgan joyda уже bu intizom, inson shaxsiyati oldinga chiqib tortib ketadi-da keyin. Bilayotgan bo'lsang, translator, ya'ni переводчикlik kasbi deyarli yo'q ketdi. Hamma AirPods yangisini ko'rgan bo'lsang, shu bir vaqtda o'zida gapirayotgan odamni, endi hali o'zbek tili bo'lmasa kerak-ku, lekin boshqa xalqaro tillarda hammasini o'g'irib beryapti. Ikkita odamda AirPods bo'lsa, o'zini tilida gaplashaveradi, lekin bu yoqda shu qaysi tilni tanlagan bo'lsa, bu kasb ham yo'q ketadi. Shu endi bu o'ylashim bo'yicha aytayotganim, o'sha kasbda bizga hozirchalik texnologik rivojlanmaganligi uchun replace qilgan insonlarni o'rnini oladi-da. Lekin asosiy vazifani berayotgan, asosiy bizga birinchi bo'lib turgan insonlar baribir qoladi. Bittasidan xavotir olish kerak emas. Agar o'lsangizgina rizqingiz tugaydi. Shunaqa ekansiz, rizqingiz aniq bo'ladi. Istalgan sohada mutaxassis bo'lsa, har doim yolvorsa bo'ladi. Rahmat. Juda zo'r insightlar bo'ldi. Men o'zimga ham yaxshi insightlar oldim, aynan sotuv bo'limi bo'yicha. Vaqt ajratib kelganingga rahmat. Akbar, senga taklif uchun rahmat. Ochib o'tadigan bo'lsam, men o'zim maza qildim. Nimaga desa, aynan hozir O'zbekistondagi sotuv va marketing, biznesmenlar qiynayotgan savollarga o'ylayman, ko'piga javob berdik. Va shu orqali men o'zim ham ko'proq shu biznesmenga aytmoqchi bo'lgan narsalarim, gaplarimni sani podkasting orqali o'ylayman, ularga yetkazdik. Agar shu manfaatli bo'lgan bo'lsa, qanaqadir yaxshi insightlar olgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar va iloji bo'lsa, aynan sotuv va marketing bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirsanglar, xudo xolasa, shaxsan o'zimiz shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Yana manfaatli bo'lishi uchun mana ko'rishda qila qolaylik. Shu kommentariyada eng yaxshi yozilgan insight va savollarga faqatgina shu soha egasi bo'lish kerak, chunki bu manfaatli bo'lish kerak bu narsa. Ularga biznes zavtrak qilib bersa va ular bilan как mastermind ko'rinishda shu savollarga hammasiga javob bersa, faqat 5 ta odam tanlab olamiz. Bo'ldi, cho'tkizoq bo'ladi. Faqat shu ochiq yozish kerak-da, ya'ni kichkina savollar emas, rostdan biznesda qiynalayotgan yoki haqiqiy keyslar, boshqa keys bo'lsin-da, shu bizga yechib bersa, borib qo'lla oladigan inson bo'lsin. Zo'r narsa aytdingiz, rahmat deb ketadigan emas-da, olib qo'yadigan inson bo'lsa, yozsin, qilamiz, biznes zavtrak qila qolamiz. Bo'ldi. Rahmat. Sizlarning ham e'tiboringizga uchun rahmat. Bo'ldi, rahmat Akbar, taklif uchun.